Uylanishdan avval ikkita ko'zingni yaxshilab och deydi. Shunda ochgin deydi. Yoki turmushga chiqishdan oldin. Endi erga teg bo'ldingmi yoki turmush qurib bo'ldingmi, uylan bo'lding, bittasini yum deydi. Umidjon bilan Azizning nima farqi bor desa, menimcha shu tezlikda bo'lsa kerak deyman. Oddiy bolalarni hozir men muhandis bo'lishga, yurist bo'lishga yoki kuchli vrach bo'lishga ko'ndira olmayman. Oson sohalarga qarab ketishyapti. Lekin farzandni asosiy nuqtasi deydi, bir nima bo'lgan taqdirda ham bolangizga uni yaxshi ko'rishingizni bildirib turishingiz kerak deydi. Oxirigacha tushunib yetmaydigan bir narsa bor. Koinotni tushunib yetish mumkin, sichqonlar tuzilishini tushunib yetish mumkin, bozor qanaqa ishlashini tushunib yetish mumkin, moliyani tushunib yetish mumkin, ko'priklar qanaqa qurilishini tushunib yetish mumkin, lekin hech qachon oxiriga yeta olmaydigan bitta tushuncha bor. Uni tushuna olmaydi oxirigacha. Uyingizga kelmagan mehmon uchun kravat tanlashga o'xshaydi yoki hali uyingizga kelmagan odam uchun u nima ovqatni yaxshi ko'rishini bilmasdan ovqat tayyorlab qo'yishga o'xshaydi. Hali bilmaysiz nima kelishini. Kimlarni kitobini o'qish kerak, kimlarni kursini o'qish kerak, kimlarni ustoz deb bilish kerak sohada. Kimlarga ergashsa bo'ladi desa, terisi sohasida bo'lgan odamlarga. Millat umidi. Biz bilan xalqaro inson bo'ling. Rahmat, Xudoga shukr. Qanaqasiz? Azizbek Rahimov kelmaslaridan oldin foydalanib olinglar, vaqtdan unumli foydalaninglar. Prosta o'tirgandan foyda yo'q. Desam, bir shogirdimiz, to'g'rirog'i qizim deyman, bu qizni savol berdilar. Nima qilamiz? Magistratura o'qiy, hozir mana bakalavr bitirdim. 7-8 million oylik bor, magistratura o'qiy deganda, men ikkita variant aytayapman. Agar chet elga borib o'qish imkoniyati bo'lsa, boringlar, to'xtatish anaqam yo'q. Nega? Chunki uni qiymati yuqoriroq. Agar O'zbekistonda bo'lsa, lutchi amaliyotga urg'u berib turib, keyin magistratura qilishni afzal ko'raman. Nega? Sababi magistraturani qiymati qachon keladi desa, bakalavr bitirib sirazi magistratura o'qiganda emas. Agar xalqaro standartda olsanglar, chet elda har doim talabida zo'r universitetlar, Stanfordda bo'lasizmi, qanaqa ko'rsangiz, ular 2 yillik experience so'raydi. Nega so'raydi bilasizlar? Chunki amaliyotdagi holatni ko'rib borganda case study'ni yecha olish uchun qilinadi. O'shaning uchun qanaqa yondashish qilarding desa, meni o'zimning xarakterimdagi yondashish, masalan, bakalavr yoki magistratura yoki PhD qilgan odamdan so'rasangiz, u balkim boshqacha ma'lumot beradi. Hamma o'zini vaziyatidan, o'zini holatidan kelib chiqib turib javob beradi. O'shaning uchun men ishni tanlab turib, keyin kerak bo'lsa magistratura qilaman. To'ys nimaga kerak desa, yo'q, men universitetda dars bermoqchiman, kelajakda mana bunaqa bo'lmoqchiman desa-da, chiqinglar, qilinglar, muammo yo'q. Lekin unaqa holat bo'lmay qolsa, anaqada saqlanib turish uchun olinmaydi-da diplom. Даже PhD'lar chaqirib qoldi bir kunda narxozda. Borsam, o'zim ustozlarim, men borib dars o'tishim kerak. Vovshi shunaqa g'alati holatga tushdim. Hamma o'tirgan PhD'ga. Men faqat bakalavr bilan CPA qilganman. To'g'ri, CPA ni darajasi PhD'ga tenglashtirishadi, lekin uroving to'g'ri kelmayapti-da. Men ishonasizlar, vaziyatdan qanaqa chiqish uchun nima qilganman? Ustozlarga murojaat qilganman. Men shu chet eldagi tajribamni sizlar bilan ulashmoqchiman. Faqat shunga keldim deb turib, bosganman o'tirgan anaqani auditoriya. Lekin vaholanki daraja bilan solishtirganda to'g'ri kelmaydi, lekin shunaqa holatlar bo'lgan. O'shaning uchun kerakli narsaga urg'u berishni prioritetga qo'yinglar. Qanchalik kerak? Hozir men 3-4 ta narsani o'zgartiryapman-da. Lutchimani litsenziyamni olsam, lekin kerakli narsani beringlar. Endi vaqtdan unumli foydalanamiz. Azizbek hurmat qilib kelibsiz. Azizbek, bo'lmasam sekin boshlaymiz. Bizning kameralar tayyor, hammasi tayyor. Bu yerda ishonasizmi? Men hozir siz kelishingizdan oldin biz endi talabalarni chaqirdik, chunki manfaatli bo'lsin dedim. Lekin bitta qiziq tarafini aytaman. Qiziq tarafi sizni tanishtirishimiz kerak emas ekan. Chunki Azrahimov kanaliga kim a'zo desam, ishonasizmi? Kelgan odamlarni salkam 75% agar undan ko'p bo'lmasa, hammaliga qo'l ko'tarishdi. Chunki men o'zim ham a'zoman-da. Kim o'qiysan desa, kecha Abror bilan gaplashib, men Azrahimov o'qiyman dedim. Nega o'qiysan desa, ochig'ini aytaman. Samimiy, ochig'i, hech qanaqa qo'yish maqsadida emas. Abdukarim aka Mirzayevni taniysizlar Turkiyada. Ularning bitta gaplaridan keyin shunaqa odamlar bormanda spiskada degan paytimda ishoninglar, Azrahimov chiqqan. U qanaqa holat? Alloh farishtalarga aytar ekan, men bu bandamni sevdim, borib sanam sevgin degan ma'lumotni berar ekan. Keyin farishtalar kelib, yerga tushib, insonlarni qulog'iga pichirlaydigan. Alloh shu bandani sevdi, sizlar ham sevlaring degan aytilgan odamlarning ichida Azrahimov bor meni spiskamda. Astag'firullah. Lekin hayotda qancha ko'rishgansizlar desam, menimcha hali qo'limiz to'lmagan-a? Yo'q, to'lmadi. 2 marta, 3 marta ko'rishdingmi? To'lmagan. Lekin nima qilasan desa,
Aziz Rahimovga ergashaman, men ham follow qilaman. Uni Aziz Rahimovning fikrlarini qadrlayman, chunki dalillar bilan, asoslar bilan bo'ladi. Bugungi savollarimiz dahshat bo'ladi, ya'ni zo'r bo'ladi. Xudo xolasa tayyorsiz degan umiddaman. Xush kelibsiz. Rahmat taklif uchun. Shuncha vaqt ajratib bizga jamoani ovora qilib, ya'ni talabalarni yig'ib kelib, shunchalik bu katta e'tibor. Men o'zim xijolat bo'ldim. Va oson emas. Kunning ikkinchi yarmi, ro'za, charchagan hamma. Rahmat shunchalik kelibsizlar. Uyaltirib qo'ymaymiz degan umiddamiz. Xudo xolasa. Men o'zimni spiskamdagi savollar ham bor, lekin odatda bizning ro'yxatdagi savollarni men talabalardan iltimos qildim. Ular bizga tayyorlab berishdi va men ularni ketma-ketlikda mos ravishda aytib o'taman. Lekin men savollarni o'qiyotgan paytda bemalol talabalarimizga qarab turib murojaat qilishingiz mumkin. Lekin hozirgi savoling qaysi desa, eng oxirgi postingizdan olamiz. Eng oxirgi postingizda bir inson, endi Steve Jobsga nisbatan edi, adashmasam, yoki Zuckerbergga, hozir ikkalovidan bittasi edi, qaysi birligini bilmadim. Bir xil kiyinadi va bu narsaga ahamiyat beradi. Sizlar xavotir olmanglar, o'sha futbolkani narxi ham $300 turadi degan postingizni o'qidim. Ya'ni bu savollarda, bu yozuvlarda nima anaqa bor degan paytda sizni o'sha oxirgi postingizni tagidagi qiymatni bolalar bilan ulashsiz. Chunki mana o'zimning fikrim bor, sizning o'zingizning fikringiz bor. Lekin har doim postingizni o'qigan paytimda ichida undervaluesi bo'ladi, ya'niki hikmati bo'ladi. Uni tahliliy odamlar bir-biriga o'ylashligi uchun salkam hamma postingizda shunaqa yozasiz. U rostdan tahliliy fikrlashib beradi. O'shani endi oxirgi postingizni yoshlarimiz bilan ulashsiz. U adashmasam hali Diogen aytgan 2000 yil oldin bir fikrga kelsa deydi, bir dunyo qarashi bo'lsa deydi, shu dunyo qarashiga mos narsalarni topib o'zini fikrini mustahkamlayveradi deydi. Ibn Xaldun ham kitobini o'qib qolganimda keldi, inson deydi o'zi bir g'oyaga yopishar ekan, g'oya uni xuddi farzandidek bo'lib qoladi va uni yaxshi ko'rib qoladi. G'oyaga mos fikrlar keyin unga atrofida sekin yig'ilishni boshlaydi deydi. Shu hammalar yaxshi bilasizlar, confirmation bias, ya'ni bizga yoqadigan fikrlarni olamiz, vaholanki eng ko'p fikrlarni biz yoqmaydigan fikr, eng foydani yoqmaydigan fikrlardan olamiz asli o'zimizga. Va xuddi shunaqa ba'zan o'qituvchilar bo'lish mumkin yoki blogerlar bo'lish mumkin yoki kimdir sizga o'zini fikrini o'tkazmoqchi bo'lganda sog'lom aql bilan yoki mantiq bilan emas, balki mana shunaqa pritcha deyman, rus tilida pritcha deydi, yoki qissalar bilan mana hamnaqa o'zi mana bilasizlarmi deb turib o'sha gapiga argumentni moslab gapiradigan holatlar bo'ladi. Bittasi mana shu uchalovi ham xuddi shu, ya'ni bittasi mana puli ko'plar oddiy futbolkalarda yuribdi degani yoki inson miyasini 10% ishlatadi, mana mana narsalarni qilsanglar 15%, 20% ga ko'tariladi deyish mumkin. Yoki yana bittasi mana qurbaqani sekin qaynatsa sezmaydi, o'lib qoladi deydi. Shuning uchun muhitingni bilishing, o'zgartirishing kerak deydi. Vaholanki bu tanlangan qissalar uni argumentini isbotlash kerak edi, lekin ba'zan shuni isbotlayman deb turib cho'zish bo'ladi. Cho'zish nima degani desa, haqiqatdan uzoq, asli voqelikda yo'q narsalar aytiladi. Shu ma'noda kelgan edi. Ya'ni tegidagi, ya'ni aytilayotgan argumentni isbotlashga harakat qilinayotgan qissa yoki hikoya yoki story deymiz, doim ham valid emas. Ya'ni doim ham u to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni mana qara, milliarder soddagina futbolkada yuribdi, oddiy, sen ozgina pul topib o'zgarib qolibsan yoki mana bular juda sodda kamtarda, yo'q, u kashmirdan qilingan, issiq o'tkazmaydigan, tellatmaydigan, sovuqqa o'tkazmaydigan, suv tegsa qaytib o'ziga sachrataveradigan, o'shaning uchun bir xil futbolka kiyadi u. Ya'ni o'shini unga podzakaz, ya'ni uni buyurtmasi asosida qilib berishadi. Yoki miyani ishlatishimiz, 10% gina miyani ishlatamiz, mana dorinisiz ko'payadi yoki mana usulni qo'llaysiz ko'payadi deb turib nimadir sotmoqchi bo'lar balki, bilmayman. Inson, endi men o'zim tibbiyotda o'qiganman, miyasini doim, hamma qismini doimo ishlatadi. 10% ishlatish bu shunchaki glial hujayralar va neyron hujayralarning miqdori. Ya'ni o'zi miyani ichida 10% neyron hujayralar, qolgan hammasi yordamchi hujayralar. Glial hujayralarda xuddi shunaqa o'shandan kelib chiqqan mif, o'zi James Williams 100 yil oldin aytgan gapini noto'g'ri tushunishgandan kelib chiqqan mif, ya'ni afsona. Ya'ni mana shunaqa holatda bir odamga ishonmasangiz, ya'ni bir odamga ishonmasangiz, avval mana shu gapirayotgan har bitta gapini tekshirish kerak. O'zi gap ham bor-ku, oyat bilan adashmasam, har bitta odam gap olib kelsa sizga, uni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, tekshirib oling uni. U gapni tagida asos bormi, yo'qmi deydi. Senek ham xuddi shuni aytadi. Do'st tanlashdan avval deydi, uni yaxshilab tekshir deydi. Tarixini tekshir, ota-onasini tekshir, qilgan ishlarini, gapi bilan qilayotgan ish to'g'ri kelyaptimi deydi.
butun ishonishing mumkin bo'lgan hamma shubhalarni yo'qot deydi. Tekshirib bo'ldingmi deydi. Bo'ldi, endi unga to'liq ishon deydi. Bo'ldi. Uni gapi endi sen uchun ishonchli bo'ldi. Uni har safar savol ostiga qo'yma. Yo'qmasam nega do'st qilding uni deydi. Yoki Benjamin Franklinning gapi bor. Uylanishdan avval ikkita ko'zingni yaxshilab och deydi. Shunda ochgin deydi. Yoki turmushga chiqishdan oldin. Endi erga bo'ldingmi yoki turmush qurib bo'ldingmi, uylan bo'lding, bittasini yum deydi. Endi odamda kamchilik bor. Yaxshi voqeaga qarash kerak edi. Endi uni kamchiligini ko'rib, janjal qilib, ko'tarib, "Voy, sen bunaqa ekansan", undan foyda yo'q. Xuddi shu biz tanqidiy fikrlashimizni ishlatishimiz kerak. Ustoz tanlashdan oldin, bir odamni mana shu yo'lidan yurishdan oldin yoki bir odamni blogini kuzatishdan oldin, bir odamni o'qishdan oldin hamma anaqamizni, tanqidiy fikrlarimizni prizmasi bilan qarab, ko'rib, qoniqdikmi, bo'ldimi, xato chiqmadimi, gapi to'g'ri kelyaptimi, asoslimi? Ana endi keyin bo'ldi, mutlaq ishonsak bo'ladi. Ko'p masalalar, ya'ni o'zi mutaxassis bo'lgan masalalarda shu odamga ishonib topshirishimiz kerak. Chunki inson hamma narsada mutaxassis bo'la olmaydi. Shu ma'noda endi qisqagina qilib yozilgan. Hozir shu savolni keyingisiga o'tmoqchiman, chunki bu O'zbekistondagi eng katta muammolarimizdan biri. Ya'ni insonni tahliliy fikrlash tochkasidagi O'zbekistondagi xalqimizni oladigan bo'lsa, bu narsa juda ham kam deb o'ylayman. Va qatdan kam desangiz, mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda menga 700 ming tashagin, kechagi bo'layotgan holat, menga 700 ming tashagin, shuni 13 million qilib beraman desa, qanchadan qanchadir odam bu narsaga tashagan va u yerda ichida feedbacklar olib, boshqa odamlar ham mana men 700 ming tashab berdim, 13 million qilib berdi degan videolarni ham qo'yishgan va bu vohmali, ya'ni insonlar bu narsani surishtirmasdan, tahlil qilmasdan bu qarorlarga kelinyapti va aynan o'sha oxirgi postingiz ham shu tahliliy fikrlashni kuchaytirish uchun yoki insonlarni undash uchun qo'yilgan deb qarasak, qanaqa qilsakki bu narsani eng maksimal va eng qisqa vaqtda va juda ham tez yo'nalishda imkon topsa bo'ladi. Ya'ni nima qilish kerakki, yoshlar ham birgalikda yordam bersinki, qanaqa tezlikda biza O'zbekistonda insonlarimizni, yoshlarimizni tahliliy fikrlashini bizdan-da zo'r qilib yuborish imkoniyati yaratsa bo'ladi. Tez bo'lish kerakmi? Tez bo'lish kerakmi? Tez bo'lish shartmi? Bilasizmi, u xarakterdan bo'lsa kerak balkim. Masalan, tez olisda. Umidjon bilan Azizda nima farqi bor desa, menimcha shu tezlikda bo'lsa kerak deyman. Chunki nega bu narsani aytasiz desa, men o'zimdagi yo'l narsa sabr deydi-ku. Sabrga nisbatan men eng minus tarafim deb aytaman. Sizga nisbatan sabrli degan inson deb bilaman. O'shaning uchun hozir ham menimcha savolimdagi o'sha qiymatni birinchi qo'yib savol bergan bo'lsam kerak. Tahliliy fikrlash va tanqidiy fikrlash va yoshlarimizda o'stirish nima qilsak bo'ladi degan savol. Tez bo'ladimi? Yo'q, tez bo'lmaydi. Naval gapi bor edi, there is no shortcut to smart deydi. Ya'ni aqlli bo'lishga, tanqidiy fikrlashga, tahliliy fikrlashga, wisdom, ya'ni hikmatga tez yo'l yo'q. O'zi asli tez bo'lgan narsani qadri yo'q. Tez bo'lgan narsa yuqib ham qolmaydi bizda. Biz o'sha tez massa olganlarni ko'rardik, tez massasini yo'qotadi. Tez pul ko'tarilgan, tez boyigan bo'lsa, pul topish va pul ushlab turish, finansiy sifatida, ya'ni moliyat sifatida juda yaxshi bilasiz, boshqa ko'nikma. Ya'ni pul topish uchun kerakli bo'lgan ko'nikmalar, skilllar, o'sha risk olish, tez bo'lish, sabrsiz bo'lish, execution baland bo'lishi, pul saqlab qolish, ya'ni conservationga buni teskarisi aynan. Riskka nisbatan ehtiyotkor bo'lish, konservativ bo'lish, o'ylab qadam bosish. Ya'ni bir odam bir narsaga tez erishar ekan, katta ehtimol bilan uni yo'qotadi. Xuddi shunaqa tez, sekin qurib borar ekan, robust, ya'ni boyagi fundamentini sekin qurib boradi. 8 qavatli bino qurmoqchi bo'lsangiz ham har qavatiga chiqqaningizda o'sha kolonnalarni qo'yganingizda bir hafta uni qotib olishiga vaqt berishingiz kerak. Xuddi shunaqa bu tanqidiy fikrlashda ham, tahliliy fikrlashda ham qadam-qadam, sekin, uzoq yillar davomida bo'ladi va inson tushunmagan narsasida tanqidiy fikrla olmaydi, tahliliy fikr ham olmaydi. Tushunmagan narsasida fikrla olmaysiz. Ya'ni men sizga ikkita shifokor ko'rsatsam, qaysi bir yaxshiroq, mana ikkalovini gapini eshiting desam, siz uni tahlil qila olmaysiz, bila olmaysiz. Siz marketolog bo'lsangiz, marketingda tanqidiy fikrlashingiz mumkin yoki tarixni yaxshi o'qigan bo'lsangiz, qaysi tarixchi aldayapti, qaysi tarixchi to'g'rini gapiryapti, qaysi psixolog olib qochyapti, qaysi psixolog rost gapiryapti yoki ta'lim sohasida mana biz o'zimiz, siz ham biz ham ta'lim sohasida bo'lganimiz uchun kim qanaqaligini juda yaxshi bilamiz. Ya'ni kim olib qochib, u yoqdan aylantirib olib kelyapti, kim bo'lsa boridek gapiryapti. Xuddi shuning uchun ham bir sohani, bir narsani tushunsagina keyin odam u sohada tanqidiy, tahliliy fikrlar oladi. Men endi bir nima deyishim qiyin. Ko'p vaqt o'qishga sarflash kerak deb o'ylayman. Ya'ni adabiyotga
tarix o'qish kerak, mikroiqtisod o'qish kerak, moliya o'qish kerak, inson psixologiyasini o'qish kerak, keyslar o'qish kerak, juda ko'p tadbirkorlarni, tarixdagi buyuk shaxslarni biografiyalarini o'qish kerak. O'zimiz yashab turgan joy haqida o'qishimiz kerak, til haqida o'qishimiz kerak, matematikani yaxshi o'qishimiz kerak. Matematika tahlildan iborat, tenglamalardan iborat, noma'lumlarni topishdan iborat. Juda ko'p o'qish, kuniga 2 soat ajratishimiz kerak. Aynan sizlarning yoshinglarda deb o'ylayman. 5 yil 6 yilda hosil bo'lsa kerak. Hosil bo'lib qoladi degan umidimiz bor, taxmin bor. Ko'p o'qisak, o'sha o'qigan sohalarimizda keyin bizda tanqidiy fikrlash hosil bo'ladi. Tanqidiy fikrlash nuqut so'zidan olingan. Nuqut nima degani desa, nuqut bu yaxshisini saralab olish degani. Ya'ni puchini tashlab olish, yaxshisini saralab olish. Tuxumni bitta tuxum, misol uchun to'g'ridan tuxum tanlab oladigan bo'lsangiz, siz uni yaxshi va yomonini qayerdan bilasiz? Oldin o'sha ushab ko'rgan bo'lsangiz bilasiz. Bu puch ekan, ichida yo'q, oldin ko'rganman buni. Bunaqasini chaqqanimda ichidan hech narsa chiqmagan deysiz. Yoki puchini yoki butunni qayerdan bilasiz? Uning uchun siz butun yong'oqlarni ko'rib, chaqib ichini ochib ko'rgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni tanqidiy fikrlash bu to'g'risini, haqiqatni topish degani. Demak, siz u haqiqatni bilishingiz kerak topa olishingiz uchun, mana buni gapi rosti. Va albatta, mana shu o'qish, kitob o'qish jarayonida, izlanish jarayonida, mualliflarni tanlash jarayonida a handful of authors, ya'ni bir 10 ta, 15 ta muallif bo'lish kerak. Mutlaq siz unga ishonasiz. Mutlaq o'sha mavzuni unga topshirasiz. Chunki hamma sohada biz mutaxassis bo'la olmaymiz. Mana shu sohani men shu odamga ishondim. Ya'ni moliyada mana bu odamning fikri to'g'ri deb bilaman. Institutda mana bu odamning fikri to'g'ri deb bilaman. Pedagogikada mana bu odam daho. Yoki misol ta'limda yoki boshqaruvda mana bu odamga yetadigan yo'q deb turib, o'sha odamni prizmasi bilan qarashga to'g'ri keladi. Men o'zimga shunaqa tanlab olganman. Pedagogikada Makarenkani, misol uchun 100 yil oldin o'zimizda Sovet ittifoqida yashagan pedagogikada absolyut deb olganman. Chunki banga o'sha bandit, to'polonchi, qotil, o'g'ri bolalarni olib yurist, uchuvchi, muhandis qilib tarbiyalaganda, biz oddiy bolalarni tarbiyalamayapmiz shunaqa qilib. Oddiy bolalarni hozir men muhandis bo'lishga, yurist bo'lishga yoki kuchli vrach bo'lishga ko'ndira olmayapman. Oson sohalarga qarab ketishyapti. Lekin u bandit bolalarni tarbiyalagan. 100 yil oldin 200 dan oshiq adabiyot o'qib, yechim topa olmagandan keyin o'zining kitoblarini yozgan. Yoki menejmentda misol uchun Andrew Gruvni olganman. Mana shu odam menejmentda ancha anaqa, chunki real caselar bilan management bilan intil qilgan. Mana shunaqa odamlarni topish kerak bo'ladi. Uni ham qachon topasiz? Andrew Gruvga kelgunimcha men Druckerni ham o'qiganman, Hubbardni ham o'qiganman. 10 dan oshiq menejment kitoblarini o'qiganman, ishlamayapti. Kimniki ishlaydi? Buniki olsam bir betda ishlayapti. Mana shunaqa qilib kelinadi. Ya'ni puchini olasiz, sara deb o'ylaysiz, puch bo'lib chiqadi, olasiz, keyingisiga o'tasiz, mana shunaqa. Ya'ni ko'p vaqt o'qishga sarflash kerak bo'ladi va o'qiganni qo'llashga harakat qilishga sarf bo'ladi. Bitta maslahat berishim mumkin, xolos, faqat kitob o'qish bo'yicha kimlarni kitobini o'qish kerak, kimlarni kursini o'qish kerak, kimlarni ustoz deb bilish kerak sohada. Kimlarga ergashsa bo'ladi desa, terisi sohasida bo'lgan odamlarga skin in the game deydi. Ya'ni bir odam pedagogika bo'yicha kitob yozyaptimi, bola tarbiya qilayotgan bo'lish kerak. Investitsiya haqida gapiryaptimi, yozyaptimi, investitsion portfeli bo'lish kerak. Bir odam management haqida kitob yozyaptimi, boshqarayotgan bo'lish kerak, 4 ta odami bo'lsa ham. Bir odam sizga aytayapti, anaqani tiklaymiz, oila, psixologiya, bola tarbiyasi deyapti, o'zini bolalarini kuchli shaxs qilib tarbiyalab qo'ygan bo'lish kerak. Ya'ni aytayotgan narsasini yashayotgan odam bo'lish kerak. Chunki kitoblarning 90-95, balki 99 dir hozir kitoblar bu sizga o'zini tanitish uchun yoki pul topish uchun yoki undan o'zidan keyingi mahsulot produkt deydi, tripwire uchun yoziladi. Ya'ni meni tanib qo'ysin yoki men pul topay yoki nimadir uchun. Ya'ni aksar kitoblar shunaqa. Chunki haqiqiy diyatel deydi, ya'ni jarayondagi insonlar kitobga vaqtlari bo'lmaydi. Xuddi o'sha Makarenko ham kitobini bolalardan bo'sh paytida, ya'ni tarbiyadan bo'sh paytida yozgan. Ko'pini tugata olmagan ko'p ishlarini. O'zi 2 yilgina vaqti bo'lgan yozishga. Andrew Gruv ham Intelga qo'llanma yozgan kitobi management kitobi bo'lib qolgan. Ya'ni u ishxonasi uchun yozib chiqqan, o'tirib zo'rg'a bitirib olishgan. O'zi bitta dona, 2 dona kitob yozgan. Xuddi shunaqa adabiyotlarni topib, ani skin in the game bormi muallifda? Ya'ni muallif sohada nima qilgan? Onalar haqiga, endi men ayolimga onalar haqida ko'p kitoblar olib beraman. 50 dan 60 dan oshib ketdi shekilli kitoblar soni. Bitta kitob ko'zimga tushib qoldi. Mana shuni tavsiya qilishdi, men oling o'qing deb. O'qidim. Xo'p, muallif palonchi. Orqasiga qarasam, onalarga maslahat beradigan Instagramda 200 ming kishilik blogi bor. Ya'ni shuning uchun men muallif o'qishim kerak ekan. Yo'q, u muallif kitob yozsa bo'ladi Instagramda auditoriya yig'ish haqida. Tushunasizmi? Ya'ni u 6 ta bola tarbiya qilsin-da yoki 5 ta, 3 ta mayli tarbiya qilsin-da, u bolalar muvaffaqiyatli bo'lsin. Va chechkilar bor, masalan, Susan va Chechki YouTube SEOsi bo'lgan. Susan va Chechki paytida YouTube umuman senzura bo'lmagan, videolar o'chirilmagan. U ketdi, mana senzura boshlandi. 3 ta bolasi ham muvaffaqiyatli bo'lgan. Bittasi YouTube SEOsi bo'lgan, bittasi adashmasam olim bo'ldi, qanaqadir researcher bo'ldi, uchinchisini bilmayman, tadbirkor bo'lsa kerak. 3 ta qiz tarbiya qilgan, uchala qizi ham dunyoviy sohada muvaffaqiyatga erishgan, har xil yo'nalishda.
Ayollar erishish qiyin bo'lgan. CEOlar orasida o'zi Amerikada local amerikalik kam, ko'pi hindistonliklar. Ularning ichida ayollar deyarli yo'q o'zi. Ya'ni juda qiyin bo'lgan ishni 3 ta qizida amallagan. Lekin shu hali yozmadi. Shunchaki blogi bor, maslahatlari bor. Zo'r, anaqa golden deydi. Yoki mana Vitalik Buterin tanisizlar, 22 yoshda milliarder bo'lgan, Ethereum ishlab chiqqan bola. Daho bola, otasi bor, Vladimir Buterin adashmasam, familiyasi Buterin, ota esimda. Shu odam bitta dona tweet qoldirgan farzand tarbiyasi haqida. Ya'ni Buterindek bolani tarbiya qilish uchun qanaqa qilsa bo'ladi? Bir dona tweet qoldirgan. Pedagogik haqida bilmadim, yuziga yaqinlashmagan bo'lsa kerak, lekin shu 50 dan o'tgan kitob o'qigan odam sifatida aytaman. Shu maslahati juda kam kitoblarda kelgan, deyarli kelmagan desa ham bo'ladi. Ya'ni juda ko'p metodikalar deydi, men metodikalarga fokus qiladi, lekin farzandni asosiy nuqtasi deydi, bir nima bo'lgan taqdirda ham bolangizga uni yaxshi ko'rishingizni bildirib turishingiz kerak deydi. Ya'ni siz uni qiynayapsizmi, dars qildirtiryapsizmi, qanaqadir urishingiz farqi yo'q, yaxshi ko'rayotganingizni bildirib turing deydi. Men ishlatgan asosiy metodika shu. Ya'ni muallif tanlayotganda, mana hozir sizlarga men tanqidiy fikrlashni o'rgatdim. Qatta desa kitob tanlayotganda. Chunki nechidir 100 ta kitob tanlashda shu sohada o'qib foyda olib, vaqtim bekor ketibdi, umrim bekor ketibdi, bu nima o'qidim hozir degan narsani hayotimdan o'tkazib keldi. Va tez bo'lmaydi. Lekin bo'lgandan keyin xudo xolisa yo'qotib qo'ymaysiz. Rahmat. Zo'r javoblayapti. Menda tez degan so'zni ishlatilganini keyingi savol bilan misol keltirmoqchi edim. Masalan, bizning yoshlarimizni o'qishni bitirish kerak va o'zini yo'lini topish kerak. Sizni tarixingiz bilan meni tarixim ko'p o'xshashli joyi bor. O'shaning uchun bog'layapman bunga. Nega? Sababi men moliya sohasida o'qiganman, keyin 5 yil ishlaganman. Xuddi shunaqa sizda 7 yil meditsina, agar adashmasam 7 yil meditsina yo'nalishida o'qigansiz, taxminan 3 oy yo 4 oy bilmadim qancha ishlagansiz, juda kam ishlab turib, shuni ta'lim yo'nalishiga o'tilgan. Ya'ni tezlik deyilgan paytda nima sabab bo'lganki siz meditsinadan ta'lim yo'nalishiga o'tganingiz? Menga rosa qiziq, chunki menikini o'zi ichida sababi bor, lekin men xohlardim, chunki bu yerda hozir ELTda o'qiyotganlar bor, ertaga business woman bo'lishi mumkin yoki umuman biznes yo'nalishida o'qiyotgan, meditsina yo'nalishiga kirishi mumkin bo'lgan holatlar bor-da. Shuni siz o'zingiz holatingizda qanaqa ta'riflagan bo'lardingiz? O'zingiz vaziyatingizda nima qanaqa kelib chiqqan? O'zi narsani oldin gaplashib olishimiz kerak. Majorlarning katta qismi sohasida ketmaydi. Ko'p majorlarning katta qismi o'zining sohasida ketmaydi. O'zining sohasida ketadigan majorlar bor, ko'proq bu injiniring sohalari o'zining sohasida ketadi. Qolgan sohalarda 50 plus kelajakda 10 yil o'tib snapshot olgan paytingizda, ya'ni nima qilib yuribdi bu degan paytingizda, o'sha o'qigan sohasida ishlamayotgan bo'ladi va bu okey. Chunki inson vaziyat, kontekstlarga, vaziyatlarga qarab ko'proq qaror chiqaradi. Ya'ni sizda bor narsalar bor, qo'lingizda bor resurslar bor, qo'lingizda bor bilimingiz bor, lekin vaziyatingiz bor keyin. Qayerdandir zo'r taklif kelib qoldi. Yoki qayerdadir bozor o'sayotganini ko'ryapsiz. Yoki qayerdadir sizni qobiliyatingiz borligini sezib qoldingiz. Inson bitta holat bor, buni yillar o'tib tushunyapman. Men inson oxirigacha tushunib yetmaydigan bitta narsa bor. Koinotni tushunib yetishi mumkin, sichqonlar tuzilishini tushunib yetishi mumkin, bozor qanaqa ishlashini tushunib yetishi mumkin, moliyani tushunib yetishi mumkin, ko'priklar qanaqa qurilishini tushunib yetishi mumkin, lekin hech qachon oxiriga yeta olmagan bitta anaqa bor, tushuncha bor. Uni tushuna olmaydi oxirigacha. Bu nima desa, o'zi haqidagi tushuncha. O'zini oxirigacha tan olmaydi odam. Har safar, har yili, "Manaqa ekanman." yoki menda qobiliyatim bor ekan, menda mamnaqa odatim bor ekan, yoki menda mana bu narsani yomon ko'rar ekanman, yaxshi ko'rar ekanman deb chiqib kelaveradi. Ochilaveradi inson, o'ziga nisbatan ochiladi. 5 yil oldingi siz bilan hozirgi oldingi sizni qarang. Kim rozi bo'ladi? 5 yil oldin qahva qabul qilib qo'ygan, tasavvur qiling. Yoki 5 yil oldin bitta odam sen bilan aniq men butun umr do'st bo'laman dedingiz. 5 yil o'tdi-da ko'rdingiz, uning ichidagi kirlari ko'rina boshladi. Uni kirlari ko'paygandan emas, yo'q, siz bilingiz ko'paydi. Oldin g'iybatda yomon narsa deb o'ylamasdingiz, endi yomon narsa deb o'ylashni boshladi. U butun umr commitment qilib qo'ygan bo'lsangiz shu bilan. Yoki borku ana 10 yoshida bo'ldi, meni qizim senga o'g'lingga kuyov qilib beraman deydi. Qattan bilasiz 20 yoshga qanaqa inson bo'lib boradi? Qayerda yashashni xohlaydi? Qaysi davlatda yashashni xohlaydi? Qanaqa inson bilan yashashni xohlaydi? Hali o'zingiz bilmagan kelajak uchun commitment qilish, hali uyingizga kelmagan mehmon uchun kravat tanlashga o'xshaydi. Yoki hali uyingizga kelmagan odam uchun u nima ovqatni yaxshi ko'rishini bilmasdan ovqat tayyorlab qo'yishga o'xshaydi. Hali bilmaysiz nima kelishini. Nima olishingizni bilmaysiz, nima bo'lishini bilmaysiz. End of his history illusion deydi. Ya'ni siz hozir necha 20 yoshsizmi, 22 yoshmisiz, 18 yoshmisiz? Mana shu holatimda qotaman deb o'ylaysiz. Unaqa bo'lmaydi, yo'q. O'zgarasiz. Bo'ladi shunaqa. Men momentida to'g'ri deb o'ylaganman. Vaqt o'tib, tushuncha paydo bo'lgan, tajriba olganman, kimdir nasihat qilgan, noto'g'ri bo'lgan ekan qarorim deganman. 18 yoshligim men 2010 yilda men qaror qabul qilganman O'zbekiston o'sha shifokor bo'lishni.
2010-yildagi O'zbekiston va 2010-yildagi Aziz 2007-yil qaror qabul qilgan edim. 2010-yil universitetga kirgandim. Shifokorlik eng to'g'ri qaror edi. Chunki stabil ish topsa bo'ladi, til o'rganib turib chetga ketsa bo'ladi. U payt O'zbekiston o'sishi juda sekin, senzura katta, hozirdek emas edi. Perspektivalar juda kam edi. Chet elga borib ketib, ishlab kelib, pul to'plash yaxshiroq variant edi. 2017 bitirganimda holat o'zgardi mutlaq. O'zbekiston boshqa anaqa bo'ldi, ya'ni boshqa vaziyat bo'ldi. Hukumat almashdi. Boshqa odamlar keldi. Bozor o'sishi boshladi. Men o'zimda ta'limga, dars berishga, odamlar bilan ishlashga qobiliyat ko'rib qoldim. Dars bersam, qarasam, deyishyapti-da. Oddiy emas, ya'ni yaxshi dars beryapsiz deyishyapti-da. Institut bitirib kelib bunaqa dars bera olmayapti. Keyin men so'rasam, onam o'qituvchi, buvim o'qituvchi, u yoq tepaga qarab o'qituvchi, bekor kelmas ekan dedim. Ya'ni o'zingizni topishni boshlaysiz. Bu strategik o'ynaganlar bo'lsa biladi. Birinchi boshlagan paytingizda o'zingiz atrofingiz ochiq bo'ladi, butun xarita qop-qorong'i bo'ladi. Hech qayerda ko'rmaysiz. Lekin xaritani ochib borar ekansiz, qayerdadir tilla chiqadi, qayerdadir daraxt chiqadi, qayerdadir dushmanni ko'rasiz. O'sha ochilgan xaritaga qarab turib strategiyangizni o'zgartirasiz. Xuddi shunaqa siz o'zingizni atrofingizni kashf qilishni boshlaysiz va o'zingizni kashf qilishni boshlaysiz va o'shanga qarab strategiyangiz o'zgaradi. Qanaqadir zo'r odamni taklif qilib qolasiz, misol uchun ko'rishib qolasiz, aytadi, "Mana shu zo'r imkoniyat borki, menga yordamchi bo'l" deydi. "Keyin meni kompaniyamni boshqar" deyish mumkin. Yoki "Keyin mana shu yerda qol, men senga ulush beraman" deyish mumkin. Yoki "Keyin mana shu yerda yursang, men seni olib ketaman, men bu kompaniyaga, xalqaro kompaniya" deyish mumkin. "Yo'q, men turizm o'qiganman, men bora olmayman endi" desangiz, uzr, turizm o'qiganlar son mingta, lekin bunaqa imkoniyatni 10 mingtadan bitta odamga nasib qiladi. Xuddi shunaqa doim inson nima scarce, ya'ni nima kamyobroq, qaysi narsa kamroq degan narsa bilan savol berish kerak. Meni holatimda 2007-yil qaror qabul qilgan bo'lsam, shifokor bo'lish qarori shu 2007dagi kontekst uchun to'g'ri edi. Ya'ni stabil ish, keyinchalik shaxsiy klinikasini qilsa bo'ladi. Otam shifokor, dodam shifokor, ya'ni o'rgatadigan, ATCH qilib oladigan odam bor. Ya'ni shifokorlarning hayoti stabil. O'ta kuchayib ham ketmaydi yoki ocham qolib ketmaydi, ko'chada qolib ishsiz qolib ketmaydi. Lekin 2017 10 yil o'tdi, vaziyat o'zgardi. Bozor birdaniga o'sishni boshladi. Shifokorlik hali ham stabil. Lekin bu yerda katta o'sayotgan sohalar bor va menda qobiliyat bor eng qizig'i. Ya'ni o'xshamasa ham men tushunardim nima bor endi, lekin o'xshavotdi. Mana shu sabab, demak sizda ham bo'ladi shunaqa holat. Ya'ni qayerdadir 3 yildan keyin sun'iy intellektda qanaqadir katta o'zgarish bo'lishi mumkin. Men taxmin aytaman, oldindan bilmayman. Qarasangiz sizda qobiliyat bor. Soha 10 karra o'syapti. Biz istadishmasam shunaqa bo'lgan edi. Fizika fakultetini o'qib yuradi, top universitetlarda va finansiy analist bo'lib ishlab yurgan paytida internet bozorini 2300% ga o'sayotganini ko'radi yiliga. O'sha kuni ishini tashlab ketadi, u vice president bo'ladi. Taxminan $300,000 yiliga oilaga. 3 yil ishlasa millioner bo'ladi. 3 yil ishlasa, ya'ni o'ta stabil ishdan o'sha payt oilali va farzandli bo'ladi. Ya'ni buni sizlar tushuna olmaysizlar. Lekin oilali, farzandli odamga stabilniy $300,000 qancha bo'lsa ham ishini tashlab ketish o'ta qiyin. O'ta. Bunaqa yoshda insonlar security xohlaydi. Ya'ni stabilnost xohlaydi. Yo menga tegma deydi. 20 yoshli odam bugun kecha bo'tda, ertaga bo'tda, indingi bo'tda bo'ladi. Bitta do'stimiz bor, o'quv markazi bor, eng katta shahardagi va biz ham xuddi shu strategiyani qilganmiz. 23 yoshdan kichkina bolalarni umuman o'qituvchilikka olmaydi. Chunki hali o'zini qila olmagan, uylanmagan, bugun o'qituvchi bo'laman deb turgan bo'lsa, 6 oydan keyin logistika qilaman deb qolish mumkin. Va bu to'g'ri. Bu to'g'ri. Siz hayot mana strategiya o'ynagan, hamma o'ynagan yoki ko'rgansizlar, siz hozir xaritani explore qilishingiz kerak. Butun xaritani aylanib chiqishingiz kerak. Qayerda nima bor? Meni nima resurslarim bor? Atrofda nima resurslar bor? Aylanib chiqib turib, keyin bitta joyga qo'nasiz. 25 yoshda qo'narsiz, 30 yoshda qo'narsiz. Farqi yo'q. Istalgan sohada 4 yil dedicate qilsangiz, 4000 soatdan taxminan 8000 soatgacha sohani to'pi bo'lasiz respublikada. Bu sohalar osonligidan bittasi, ikkinchidan odamlar shunchaki mehnat qilmasligidan. Endi umringizni bag'ishlashga arziydimi yo'qmi shu soha? 4000 soat, 8000 soat, 10000 soat bag'ishlashga arziydimi yo'qmi? Buni siz bilishingiz kerak-ku. Bilmasangiz qatdan u bekor noto'g'ri narsaga sarflab. Tasavvur qiling, yukingizni oldingizda, "Meni muhabbatim ketdi, Navoiyga deb Navoiyga yo'l oldingiz. Ketdingiz. Borsangiz, muhabbatingiz Farg'onada ekan, boshqa hisob ketib qoldi. Ya'ni boshqa narsa, istalgan narsani qo'yishingiz mumkin buni o'rniga. Yo'l noto'g'ri tanlangan bo'lsa, qancha zo'r yurganingizni foydasi yo'q. Shu. Javoblar qanaqalik? Bu talabalar tomonidan berilgan savollar, men uni qiyoslab, chetlarini qirib, to'g'rilab, qirmasangiz ham bo'ladi. Qirmasam bo'lmas ekan, chunki berilgan savolning keyingi savoli tarix qismiga o'tmaymiz, lekin menda ham Aziz deganda merit bilan boshlangan. Meritdagi tarixiy holat emas, kelajak haqida gaplashaylik. Aynan kelajagi maqsadlari qanaqa qo'yildi va u o'zingizni maqsadlaringiz bilan qanchalik bog'liq.
Tadbirkor bitta endi maktab miqyosida kelib chiqaylik. Tadbirkor sifatida maktab ochar ekanmiz. Bizning maqsadlarimiz biz bilan ishtirok etayotgan odamlarning maqsadi bilan bog'liq bo'lishi kerak. Ya'ni bizni ota-onaga nisbatan maqsadimiz bor, o'quvchiga nisbatan maqsadimiz bor, o'qituvchilarimizga nisbatan maqsadimiz bor, yashab turgan joyimizga nisbatan maqsadimiz bor. Joy deganda endi qat tushunilsa ham tushunaveriladi. Bu tumanmi, shaharmi, davlatmi? Xo'p, birinchisi o'quvchimizdan boshlaylik. O'quvchimizning maqsadi o'quvchimiz o'ziga, oilasiga, yashab turgan joyga foyda keltira oladigan bola bo'lsin. Bu maqsad mana. Ya'ni aqlli bo'lsin, mehnatkash bo'lsin, boy bo'lsin kelajakda, vijdonli bo'lsin, bo'lmasam foyda keltirmaydi. Mana shu maqsadni qo'yganmiz. Ota-onasiga nima desa, xuddi shunaqa ota-onani, shunaqa farzandni ota-onasi bo'lsin. Ya'ni bolasining rohatini ko'rsin. U rohatini qanaqa ko'rsin desa, birinchidan bolasi vijdonli bo'lsin, ota-onasiga xizmat qiladigan bo'lsin. Ikkinchidan yaxshi pul topsin, yaxshi joylarda o'qisin, mehnatkash bo'lsin. Buni bu maqsad missiyaga yozib ham qo'yganmiz, butun jamoamizga tarqatib ham qo'yganmiz. Bu o'quvchiga, ota-onaga nisbatan, o'qituvchilarimizga nisbatan maqsadimiz bor. O'qituvchilarimiz yaxshi pul topsin, havallada yurishsin, trekerlarda yurishsin. Malibuda kecha bitta o'qituvchimiz Nexia 2 olibdi, Nexia 3mi? Shu Nexia olibdilar. Nexia olibdilar, Malibu olmaysizmi dedim. Ya ozgina pul yetmadi, rastochkaga olib biz berib turamiz dedim. Ya'ni siz Malibu olsangiz dedim. Kamida endi 20 ta odam o'qituvchi bo'lishga qiziqadi. Pedinist o'qib yurgan, pastda o'qib yurganlar, o'qituvchi bo'lib Malibu olsa bo'lar ekan degan narsa bo'ladi. Qiziq menga, ya'ni o'qituvchilarimiz mashina olishi, uy olishi, ikkitasi mana uy oldi, uchtasi mashina oldi. Ya'ni zo'r yashasin, zo'r pul topsin, ta'lim berib, o'qituvchi bo'lib, ziyoli bo'lib. Bu o'qituvchilarimizga nisbatan karyerasi o'ssin, tabiiy. Endi yashab turgan joyimizga nisbatan boyagi o'quvchini maqsadidan kelib chiqadi. O'zbek tilida maktab qilganmiz. 90% o'quvchilarimiz o'zbek tilida o'qishadi. O'zbekiston tarixini o'qitamiz, O'zbekiston madaniyatini o'rgatamiz. Shuni oqibatida bolalar yashayotgan joyga muhabbatli bo'lib chiqsin. Immigrant kerak emas. Ya'ni biz immigrant yetishtirmoqchi emasmiz. Oldi ketdi, chet elga ketdi, bakalavr o'qidi, magistratura o'sha yerda oila qurdi, butun anaqasini olib ketdi. Unga ham qarshi emasmiz. Pulini ham jo'natmayapti yanada. Ya'ni biz shundaki brain drain deydi-yu. Ya'ni miyalarni, eng zo'r miyalarimizni olib bermaylik. Ya'ni biz Shri Lanka bo'lib qolmaylik, biz Hindiston bo'lib qolmaylik. Kamida Xitoy bo'laylik, mayli. Jo'natsin, qaytarib olsin. Eron bo'laylik, jo'natsin, qaytarib olsin. Ya'ni bolalar borib o'qib, o'sha sizda ham g'oyis shuku, millat umidi. Ya'ni millat umidlari kelsin-da, o'rgansin, o'zi ham boyisin, o'zi ham zo'r yashasin, oilasi zo'r yashasin, keyin atrofdagilarni ko'tarsin. Shu endi maktabimiz. Bizda sal boshqacharoq deydi. Men sizni fikringizni, qadriyatingizni rostdan qadrlayman. Chunki balans tushayotganda ikkinchi taraf bo'lishi kerak-da. Ya'ni debitni, men endi buxgalter finansist bo'lganimizda debit qismini kimdir bosayotgan bo'lsa, обязательно kredit qismini kimdir bosish kerak, чтобы balans bo'lishi uchun deyman. Men bizning qarashimizda O'zbekiston nimada zo'r degan savolni qo'yaman. O'zbekiston farzandni ko'paytirishda zo'r deyman. U imkoniyatni O'zbekiston miqyosida qila olmayapmizmi? O'zi hadis ham bor, agar ilmni o'rganmoqchi bo'lsang, Chinga borgin deyilgan, Xitoy bo'ladi, Qat bo'ladi. Qatda ilm zo'r bo'lsa, boringlar degan yondashuv bor. Lekin hozir aytganingizdek, ya'ni Rahim School'ni tarbiyaga, imminni millatga qo'yilayotganligini rosa xohlayman, chunki bu haliga aytganingizdek tez yo'l emas, lekin uzoq erishadigan yo'l. Sani yondashuvga qanaqa desam, meniki tezroq yo'l. Ya'ni biz chet elga ko'proq bolalarimiz chiqsa, xalqaro darajada o'qigan bolalar faqat bitta shartini qo'yganmiz, qaytib kelish sharti. Hali aytganingizdek. Xuddi shu. Qaytib kelish shartini qo'yinglar, u yerda qaysi darajaga chiqsanglar ham moliyaviy mustaqillikka erishdinglarmi, sizlarni qoning to'kilgan yurt deydi-ku, qoning to'kilgan yurtga qaytib kelish strategiyasini yoqinglar deb turib qaraymiz, lekin hozir aytganingizdek, hayotda ham kredit, ham debit qismi kerak bo'ladi. Keyingi savolimiz hozirga aytilayotganda aynan nima sizni maktabda eng qattiq qiynayotgan holat va unga qanaqa yechimlar yechyapsiz? Bolalarning miyasidagi joyimiz, bolalarning miyasidagi joyimizni hammasi bizniki emasligi. Ya'ni o'sha telefonlari, ijtimoiy tarmoqlari eng katta muammo shu endi. Eng katta bu asrimizning muammosi, bu faqat bizning muammo emas, bu global muammo. Jonatan Hadis kitobi chiqdi-ku, Anxious Generation degan, ya'ni xavotirlik millat, avlod, xavotirga tushgan millat. Bu hammamizniki. Agar siz 1 soat kuniga hech narsa qilmasdan o'tira oladigan bo'lsangiz, o'zingizni yoshingizda bilavering, siz elitni qatnamdasiz. 0.1% odamsiz. 1 soat hech narsaga stimulyatsiya, ya'ni tashqi stimulyatsiyasiz. Ko'zingizga hech narsa tushmayapti, quloqingizga hech narsa eshitilmayapti, hech narsa tomosha qilmayapsiz. Qorong'i bo'lishi shart emas, mayli, bitta xonada stimulyatsiyasiz
o'zingiz bilan o'zingiz 1 soat o'tira olsangiz 0.1% aholini orasidasiz. Ya'ni shu darajada biz zerikishdan mosuvo bo'lib qoldik. Shu darajada mana muammo shu. Bolalarning telefonini bloklayapmiz, olib qo'yamiz hattoki maktabda o'qish yaxshilanyapti, uyqusi yaxshilanyapti, ishtahasi yaxshilanyapti. Qaytarib beramiz shartlar bilan yana pastga qarab ketyapti. Qaytarib olib qo'yamiz. Bolalar shu darajada o'zgarish sezyaptiki, oxiri kelyapti. Aziz aka, mana Instagramda ularni blok qilib beruvdingiz. Ani Chromedan, Yandexdan aylanib kirsa bo'lar ekan. O'shani ham blok qilib berayman, qarang 1 soat ishlatib qo'yaman. Ya'ni u do'y postini solishtirib ko'rdi, u hayotni ko'rdi-da. Inson 1000 yillar davomida buncha informatsiya olmaganda. Endi bu nimaga o'xshaydi? Mana siz 10 tonna ovqat yemaysizmi? Hazm qilmasangiz foydasi yo'q-da. Hazm jarayoni, u olingan informatsiyani, ma'lumotlarni, bilimlarni tahlil jarayoni, tahlil uchun boshqa hech narsa qilmayotgan bo'lishingiz kerak. Mana boya tahlil haqida gaplashdik. Miya tahlilga kirishi uchun 15 daqiqa hech narsa qilmaslik kerak. Miyada 4 xil to'lqin bor: alfa, beta, teta, alfa, beta, gamma, delta deydi, 4 ta to'lqin bor. Mana shu 4 ta to'lqinni alfa rejimidagina, ya'ni alfa to'lqinlardagina miya ishlashni boshlaganda, keyin tahliliy fikrlash boshlanadi, haqiqiy fikrlash boshlanadi. O'sha Ford aytgan fikrlash boshlanadi, aytadi-yu. O'yla va qil deydi. Ya'ni fikrla va qil, bo'ldi, senga hech kim yeta olmaydi. Ya'ni fikrlash aynan 15 daqiqada hech narsa qilmaganingizdan keyin boshlanadi. Bu neyrofiziologiyada isbotlangan narsa, men ko'pcha aytmayman. Va 15 daqiqa o'tira oladigan bormi oramizda hech narsa qilmasdan o'tirib o'ylab. Shuning uchun ba'zan dushga kirganda zo'r fikrlar kelib qoladi. Chunki o'tga telefon olib kira olmaymiz. Afsus, hozir suv o'tkazmaydigan telefonlar ham chiqdi lekin. Masala nima? Masala shuning uchun odam o'zini tahlil qilmaydi. O'sha seniki aytganda yoki suhratmada tahlil qilinmagan hayot yashashga arzimaydi. Chunki o'zi to'g'ri yashayaptimi, yo'qmi? Bitta institut fakultetida o'qiyapsiz, u sohada ishlaysizmi yo'qmi bilmayapsiz. Bitta odam bilan gaplashyapsizmi, odam bilan do'st bo'la olasizmi yo'qmi bilmaysiz. Bitta kitob o'qiyapsizda u narsani tushunasizmi yo'qmi yoki kelajakda foydasi yo'qmi bilmaysiz. Ya'ni nima kerak bor? Ya'ni proses natijani oqlamayapti. Lekin oqlamayotganini bilish uchun biz o'tirib o'ylashimiz kerak. 1 soat kuniga 15 daqiqa ham vaholanki qilamiz. Shunda tahliliy fikrlash boshlanadi. O'zingiz tahlil qilishni boshlaysiz. Men bitta noto'g'ri qilman, men bekor bordim, men odam aldab qo'ydi, men bitta shoshdim. Nimaga 5 yil 2 yildan beri men sertifikatni olaman deyman, SSC misol uchun. SSCni olaman deyman, hali ham ololmayman. O'zi kerakmi menga? Balki boshqa narsaga qiziqarman. Mana shu savollar paydo bo'ladi. Miya tarqoq boshlaydi. Qarab o'ylashni boshlaydi. Talibpa gapi bor-ku, it's dangerous to be man of thought deydi. Ya'ni action of thought deydi. Ya'ni o'ylab harakat qiladigan odam bo'lish eng xavflisi deydi. Ya'ni bu nima degani desa, odamlar bor harakat qiladi, bu rosa zo'r ishlayapti deb o'ylaysiz. Bir nimalar qilib tashyapti, rosa harakatchan, band bu odam. Lekin bir odam shaxmatda figuralarni o'ngga chapga surayotgandan keyin u shaxmatda o'ynayapti, zo'r o'ynayapti degani emas. Lekin boshqa odam bor, harakatlari sekin, dona-dona, bir haftada bir kunda bitta qaror qabul qiladi, bir haftada bitta post qo'yadi. Dona-dona harakat qiladi, lekin har bittasini o'ylab qiladi. Xuddi shaxmatda o'xshab. Shaxmatda yutish uchun ko'p yurish shart emas, to'g'ri yurish kerak. Xuddi shunaqa hayotingizda ham 10-15 ta qaror bor. Bir siz bilan ham uchrashganda shunaqa gaplashdik. Hayotga jiddiy ta'sir qilgan qarorlar ko'p emas. 10-15 ta uzog'i. Mana bu yerda o'tirish tanlagan qaroringiz u qarorlarning ichida emas. Chunki siz botga keldingizmi? Necha mingta talaba bor sizda, to'g'rimi? Mana hozir 100 ta talaba o'tirgan bo'lsa 10%, top 10% ga kirasizlar. Qaysidir yo'nalishda. Demak, siz boshqa spiker kelsa ham o'tirasiz. Siz o'zi kitob o'qib izlanasiz. Siz o'zi YouTubedan bir foydali narsa ko'rasiz. Katta ehtimol bilan botda o'tirishingiz life changing event emas. Ya'ni life changing decision emas. 10-15 ta qaror bor insonning hayotida jiddiy ta'sir qiladigan. Shularni o'tirib o'ylamasa odam butun hayot noto'g'ri ketmaydi. Yo'lda ketadi, 40 yoshga borib noto'g'ri qilgan ekanman deydi. 60 yoshli bir mahallada bir akamiz 55 yoshda sport bilan shug'ullanishni boshladi. 4 ta sinfdosh qolgandan keyin. 4 ta sinfdosh qolishdi, qolgan hamma o'tib ketdi. Diabet bo'lib, yurakdan, davleniyadan boshqa bo'lib, keyin sport bilan shug'ullanishimiz kerak ekan deb yurishni boshlashdi. 5 yilda ular ham o'tib ketishdi. 55 yoshda borib sog'liqqa qarash kerak ekan, bu kech. 40 yoshga borib til o'rganishim kerak ekan deb tushunish kech bu. 30-35 ga borib ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqtim o'tkazib yuboribman. Bu kech buni tushunib yetish. Voqeroq tushunib yetish kerak bu narsani. Buni tushunib yetish uchun o'tirib o'ylash kerak. O'zi bo'layotgan narsani tahlil qilish kerak. Buning uchun zerikishni boshlashimiz kerak. Buning uchun boyagi telefonlarga screen time qo'yish kerak. Menda bir necha yil taxminan 7 yildan 10 yilgacha bo'lib qoldi shakl. Taxminan screen time turadi. Ya'ni men telefonimda ijtimoiy tarmoqlarni uzoq ishlata olmayman. Twitter 7 daqiqa, Instagram yo'q, TikTok yo'q, Facebook yo'q, YouTube 3 daqiqa. Shunaqa juda kam. Juda kam. Men Telegram bor. Endi ish uchun kerak u. Shunaqa boshqa eng katta foyda bo'ldi deb o'ylayman. O'quvchilarimizga ham xuddi shuni qilyapmiz. Eng katta muammo shu. Bu muammo bor ekan, eng zo'r o'qituvchi ham, xonalar ham, dasturlar ham, adabiyotlar ham, olimpiadalar ham yordam bermaydi.
Abituriyentlar diqqatiga. Men Umidjon Ishmuhamedov, Millat umidi universiteti asoschisi. Sizlarga 40 soniyada nega aynan bizning universitetimizga kirishingiz haqida tushuntiramiz. Agar siz bizning talablarimizga javob bersangiz, inshaalloh 100% ish bilan ta'minlanasiz. Xalqaro dasturga a'zo bo'lganligimiz uchun 500 dan ortiq universitetlarda almashinuv dasturlarida ishtirok etishingiz mumkin. Nafaqat diplom, balki-da xalqaro SCCA, CELTA, Certiport va BTEC kabi xalqaro sertifikatlarni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sizda biznes g'oya yoki startapingiz bormi? Albatta yutib chiqqan talabalarga bizning Millat umidi Venture Studio har tomonlama yordam beradi. Birinchilardan bo'lib, Work and Travel yo'nalishi bo'yicha har bir talabamizga amaliy va moliyaviy yordam beramiz. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi tugmani bosing va ro'yxatdan o'ting. Qo'shilaman, lekin haligi hozir aytib berayotganlarida Azizbek aytayotdilar, lekin menga o'zimni tarixim o'tyapti miyamda. Xuddi shunaqa sizlarda ham o'tayotgan bo'lishi mumkin. Men Istanbulda bitta joyni sevaman-da. Keyin hozir gapingizni o'sha alfa aytilganini, demak alfam o'sha yerda zo'r ishlangan ekan-da degan xulosaga kelman, chunki o'tda o'tirib hamma narsadan ozod bo'laman va har gal borganimda aynan o'sha gastitsada o'sha joyda o'tirib telefonlar dengizga qiriladi, suvni ichiladi va faqat tahlil qilinadi. Qayerda nima qildim, nima xato qildim? Bilmayman, shunchalik bo'lib qolganki, 2 oyda chiqmasam o'sha anaqa bo'ladi. Lonki bo'ladi, chaqiradi. Обязательно chiqib ketishim kerak-da. Hozir alfa qayerda ishlar ekan degan narsada men o'zimdan xulosa qilaman, lekin bu yaxshi strategiya, to есть sizlarga ham tavsiya. Ya'ni 15 minut haqiqatda o'zingiz bo'lishingiz tahlilingizni oshiradi va bu haligi 15 ta savol deyildi-ku, 15 ta qaror. To есть hayotingizdagi 15 ta qarorga asos bo'ladi. Lekin hozir bir savol bermoqchiman. O'sha bir ko'rishganimizda Cambridge Leadership Academy'da o'qigan paytimda o'tda bir odam 45 ga to'ldim deganda uchrashganman. 2017 edi bu. 2017 dan 45 ga to'ldim. Hayotimdagi qarorlarimni tahlil qilsam, bitta dona qarorim o'zimniki ekan, qolgan hamma qarorim vaziyatda muhitga tushganimdan kelib chiqqan qarorlar bo'lgan ekan. Ya'niki hozir shu yerda o'tirgansiz, shu yerda Umidjonni yoki Azizbekni yoki boshqalarni eshitgansiz va kelajakdagi qarorlaringiz shu qarorlarning asosiga yig'ilgan pufellardan iborat bo'ladi va hayotingizda juda ham kam qarorni hech narsaga bog'lamasdan turib qaror qabul qilishingiz mumkin ekan. Va u nima bo'ldi deb aytganda, Reuters katta agentstvani CEOsi bo'lgan u odam, gapirib berayotgan odam, 7 ta raqamli oila olgan. To есть gadovoy oilaga $1 million dan tepasi bo'lgan va shuni kesganim bo'lgan deb aytgan. Ya'ni shuni kesib turib, bu men emasman, o'rnidan turganda, bu men emasman, bu hammasi authority. To есть atrofimdagi odamlar ham u meni uchun, meni Michael bo'lganim uchun yaxshi ko'rmaydi. Meni Reutersda CEOsi bo'lganim uchun yaxshi ko'radi. Deb turib shuni kesib chiqib ketgan ekan. Va shu qarorini o'zimniki hech narsaga bog'lamasdan turib qaror qabul qilganim bo'lsa kerak edi. Keyin oradan 2022 da ko'rishdim. Oradan 5 yil o'tdi. Keyin o'sha savolni yana o'ziga berdim. Yana shunaqa qarorlaringdan paydo bo'ldimi desam, bilasizlarmi nima dedi? 5 yildan keyin ko'rishganimdan keyin o'sha aytgan qarorim bor dedi. O'sha ham meniki emasligiga hozir shubham bor. Nega buni aytyapsiz deganingiz, atrofimizdagi bermoqchi bo'lgan savolim qanaqaki, bizani qanaqa tarbiya topishimiz, qayerda o'qiyotganimiz, ustozlarimiz, do'stlarimiz va umuman hayotdagi yashash davrimiz atrofdagi holat va muhit katta rol o'ynaydi. Ya'ni qaror qabul qilinayotgan paytda katta rol o'ynaydi. Unga asosan yondashuv tahlil bilan bo'lsin degan fikrni bermoqchisiz. Xuddi shunaqa fikr aytmoqchi. Olib ketadi deymiz muhit. Yana savolimiz hozir ko'ramiz, hammada tug'ilar ekanki, bu yerda berilmagan sal qiyinroq savol, aynan Azizdan so'raydigan savol. Yosh bolalarni olsangiz, tug'ilar ekan, men degan egoga nastroyevit qiladi. Ya'ni 2 yoshdan o'tgandan keyin o'zini tanishishni boshlagandan keyin men Umidjon, men falonchi, men degan holatda kelib chiqadi-da va u men hayoti davomida tirik qolish uchun harakat qiladi. Bu narsa meni har doim o'ylantiradi. Ya'niki o'sar ekan yoki nimadirga izlanar ekan, soha vakili bo'lar ekan, nima vakili bo'lishdan qat'iy nazar birinchi prioritetni tirik qolishga qaratadi. Hattoki o'sish ham tirik qolishga qaratilgan bo'ladi. U o'sish kerak, chunki tirik qolish uchun. Ko'p narsa jamiyatga hissa qo'shish kerak, o'rnini topish uchun. O'sha ego bilan tirik qolish strukturasi juda bir-biriga bog'liq bo'lgan narsa-da.
даже moliyaviy mustaqillikka erishgan holatingizda ham aksariyat holatda insoniyat tirik qolish uchun qaratadi. Sizdagi qarash qanaqa? Ya'niki o'sish bilan tirik qolishdagi holatni qanaqa ta'riflagan bo'lardingiz? Agar savolni to'g'ri tushuntirib bera olgan bo'lsam, u yerda oila olsa bo'lardi. To есть och qolmasdan holat bor edi, deyildingiz. Keyin bitta tochka keldi. Hayotingiz 2017 da o'zgardi, siyosatlar o'zgardi, boshqalar o'zgardi va qayerdadir yana boshqa shamol bo'ldi-da. O'sha shamolga qarab turib, o'zingizning holatingizdan, vaziyatingizdan, salohiyatingizdan, bilmingizdan, hammasidan kelib chiqib turib, yo tarafni tanladingiz. Vaholanki, bu yerda ham tirik qolish bor edi, o'ylangan edi. U yerda ham tirik qolishning yaxshi versiyasi paydo bo'ldi va o'sish imkoniyatlari bo'lishi mumkin yoki jamiyatga aytganingizdek o'zingizni hissingizni qo'shayotganligi. Qisqasi men aytmoqchi bo'lgan narsa, bu yerga hozir o'tirgan yoshlarimiz ham o'zini o'rnini, ma'nini topish kerak bo'ladi va uni ma'nini ichida aksariyat holatda tirik qolish holati bo'ladi va borgan paytida o'sishga направление bo'lgan bo'ladi. Bularni ham topayotgan paytida endi meni pozitsiyam bor, endi siz mehmon bo'lganligingiz uchun sizning fikringiz biz uchun qadrli. O'zim tushunganimcha javob beraman. Tirik qolish bu ba'zi bir talab o'zi. Tirik bo'lmasangiz boshqa hech narsani qila olmaysiz. Jamiyat ham o'sish uchun tirik bo'lish kerak, odam ham bir ishlar qila olish uchun sog'lom tirik bo'lish kerak. Gap bor, sog'lom odam mingta narsani xohlaydi, kasal odam bitta narsani xohlaydi deydi. Tuzalish. O'zini oqlamaydi qachonki mana shu tiriklikka zarba beradigan bo'lsa. Ya'ni mana o'sha ota-onam ruxsat bermagan, men xohlagan yoshligimda yosh bo'lib mototsikl minaman deganimda ruxsat berishmagan. Chunki qanaqadir ozgina adrenalin olaman deb tiriklikka zarar ehtimoli katta. Ya'ni mototsikldagilarni mashinalarga qaraganda avariya bo'lish yoki halokatga uchrab o'lib ketish yoki nogiron bo'lish, mayib bo'lish ehtimoli baland. Xuddi shunaqa bizneslarda ham yaxshigina ketib turgan biznesda top etib katta bitta pulni bitta joyga tikib qo'yadigan bo'lsangiz va bu ishlab turgan narsangiz tiriklikka zarar beradigan bo'lsa, bu noto'g'ri. Endi lekin bitta faktor bor. Biz tirik bo'lishimiz uchun, tirik qolishimiz uchun o'ylaganimizdan ko'ra kamroq narsa kerak. Tim Ferrissning bir haftalik kambag'allik eksperimenti bor. Bir hafta kambag'al bo'lish tajribasi bor. Men 2023-yil shuni sinab ko'rdim, 1 oy. Meritdagi sinab majbur bo'ldim, chunki ishsiz qoldim va sinab ko'rdim. Ozgina pulga yashashga 4 millionmi, 5 millionmi shunaqa bo'lsa kerak, hozir eslolmayman. Shunaqa pulga yashasa bo'lar ekan. Tim Ferriss ham aytadi, kambag'al bo'lib ko'r deydi, 1 hafta, 2 hafta deydi. Ya'ni arzon ovqatlar, go'shtsiz mayli. Go'sht o'zi luxury bilsanglar, biz ko'p go'sht yeyapmiz degan gap tarixan to'g'ri. Ya'ni uzoq 100 yil, 200, 300 yil olsangiz, uzoq muddatda to'g'ri. Asrimizda haqiqatda ko'p go'sht yeyapmiz. Tarixda insoniyat bunaqa ko'p go'sht yemagan. O'zi umuman kaloriyaga hozir bemalol, qorni hech kim och qolib, ochidan o'lgan odamni eslolmayman. Avariya bo'lib o'lyapti, to'g'ri, to'kuri bo'layotgan bo'lishi mumkin, qotillik sababli o'layotgan bo'lishi mumkin, lekin och qolib ham kaloriya topa olmabdi, bir bitta boxonka topa olmabdi. Yoki o'sha elektr pulini to'lamagan ekan, yoki uyini yer solig'ini to'lamagan ekan, uydan chiqarib yuboribdi. Yo'q, deyarli yo'q bunaqa narsa. Ya'ni tirik qolish parogi bizni yashab turgan zaminda juda past. Yaxshi yashash boshqa, tirik qolish boshqa. Tirik qolish uchun ko'p narsa kerak emas, karyera tomonidan. Shuni tushunib yetsangiz, 3 million so'mga, 4 million so'mga, 5 million so'mga yashay olishingiz uchun deb yetsangiz, oilali odam sifatida. Oilasizlar, talabalar anaqa, kamroq esa rolta bilan yashasa ham bo'ladi. 10 kishi bitta uyda va tushunsangiz agar shu narsani, sizda risk olish qobiliyati paydo bo'ladi, riskdan qo'rquv kamayadi. Chunki ko'pincha risk qilayotganda inson komfortini risk qiladi. Golden handcuffs deydi. Golden handcuffs deydi, ya'ni tilladan yasalgan naruchniki nima bo'ladi o'zbek tilida? Qo'lga taqadigan kishan. Tilladan yasalgan kishan deydi. Sizlar institut bitirib bo'lar ekansizlar, karyerani qurar ekansizlar, mana ko'pchiligi til bilasizlar, mana shu yerda o'tiribsizlar. Sizlarga tekis karyera yo'lida taklif qiladigan kompaniyalar chiqadi. 3-4 yil ishlaysiz, ishlaganingizdan keyin network orttirasiz, tanish bilishlar, xo'jayinga ko'rinib qolasiz va qo'lingizga tilla kishan taqilishni boshlaydi. Bonuslar, har oyliklar, oylik oshishi, alohida kabinet, balki sekretarkalar 5-6 yildan keyin. U ishdan voz kechsangiz, siz och qolmaysiz. Yo'q, qayerda och qolasiz? Topolingiz 5 million deyish. Yo'q, komfortingiz ketadi lekin. Boyga aytgan CEOlardek komfort ketadi. Shuning uchun ko'pchilik risk qilmaydi keyin. Ya'ni
biladi shu ishni boshlay oladi. Biladi o'zini loyihasini boshlaydi. Biladi o'zini proyektini, blogini, YouTube'ini yoki yangi karyerani boshlay oladi. Qiziqib turibdi, talantini topdi, unga taklif ham bo'ldi, ketdi. Faqat bitta minusi bor. Men senga faqat ulush beraman, noldan chiqasan, deyiladi. Mana u joyda komfortni risk qilish kerak bo'ladi. Juda ko'p odam mana shu joyda oltin kishanlarni tashab keta olmaydi. Lekin umidga tashab ketganlar. Men bularni birga ishlagan hamkasbingiz bilan gaplashganman. Ular aytib bergan menga. Men hali ham mana PwC'da ishlayapman deganlar. Yaxshi oila ular keldi. Meni o'sha taxminan 100 ming 150 ming dollar pulim bor, aziz. Bo'tga tiksenchi shuni oylikdan yig'ib qo'yibdilar. Shu deganman keyin. Nimaga unaqa yaxshi-ku, o'zingiz yig'ib uy olib, yo'q, mana sizni misol qilalar-da. Umid qarab chiqib ketdi, tayyor oylikdan chiqib ketdi, unaqa loyihalar qilyapti deb aytib berdilar-da. Oson emas PwC'da ishlab, tilla kishanlarli bo'lib turib, yaxshi oila olib turib, butun hayotingizga yetadigan va karyerangiz xalqaro darajada O'zbekistonda emas faqat quriladigan joyda tashab ketish. Lekin moment bo'ladi, shu siz komfortingizni risk qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'p marta qilganman buni. Men o'sha tibbiyotni bitirganimda yoki meritda o'zida ham asli o'qituvchi sifatida boshlaganman. O'qituvchi bo'lib boshqaruvchiga o'tganimda oyligim 3 barobar kamaygan. Ulushdor bo'lganda u yo'q bo'lib ketgan oylik. Ya'ni komfort har safar nimani riskka qo'yyapman degan savol bo'lganda, savol komfortim ekan. Buni bilishingiz uchun kambag'al, ya'ni tasavvur qiling 2 million oylik olasiz, qanaqa yashagan bo'lardingiz? Yashab ko'rish kerak. Men 2 millionga yashamadim lekin. 5 million ketdi, taxminan endi hozir eslolmayman. Yashasa bo'lar ekan. Avtobusda yurasizmi? Yurasiz. Taksi kelmaydi. Metroda yurasiz, to'g'ri, arzonroq ovqatingiz, go'sht yemassiz, kartoshka yersiz. Keyin mayli olmay turasiz ozgina payt. Keyin tushunasiz. Unaqa qo'rqinchli emas ekan deysiz. Tolstoy gapi bor-ku, odam o'limini haqida eshitsa, ertaga o'lasan degan gapni eshitsa, tirik qolish uchun tog'ni tepasida, sovuqda, ikkita qo'lini yonga qilib, qiyna, 1 daqiqa ushlab ko'ringlar, olishni boshlaydi. Ikkita yonga qilib, bitta oyog'ini ko'tarib, turishga tog'ni uchida rozi bo'ladi, yashasam bo'ldi deydi. Ya'ni tirikligimizning o'zi ne'mat. Bo'ldi, tirikmisiz, qolgan hammasi bonus. Qulog'ingiz ishlab turibdi, qolgan hammasi bonus. Bu xuddi nimaga o'xshaydi desa, sizga shunday gelik keltini tashab ketishdi-da, voy, kayfiyatiniz qirilgan ekan, u deysiz. Voy, oynasi dars ketgan ekan, u deysiz. Voy, bitta kraskasi ko'chgan ekan, u deysiz. Voy, tashab ketishdi, gelik, voy, baraka topgun, nima qaqa qarayapsan? Daryo'nimi konyu в зубы не смотрит deydi-yu. Sizga ot sovg'a qilishdi-da, tishqi ish ekan. Nima, voy, qo'ysangchi. Ya'ni tirikmizmi? Bo'ldi, eng katta, ya'ni ham bu oyog'imiz, bu qo'limiz butmi? Demak, mana shu tiriklikka risk qilish kerak emas lekin. Tiriklikka risk qilib, yo'q, u ya'ni hayotingizni risk qilib, unaqa ishlar kam. Deyarli hayot ana xuddi Faustga o'xshab hech kim sizga menga qalbingni sotasan deb diyavol kelmaydi, ya'ni iblis kelib turib qalbingni sotasan, bo'ldi, seni hayoting yaxshi bo'lib ketadi demaydi, yo'q. Hech kim sizni hayotingizni riskka qo'ymaydi. Ko'pincha komfort riskda bo'ladi. Men to'g'rimda gapirilgan paytda 2013 da bo'lgan bu holat, meni odamlar so'kkan, shu darajada so'kishganki, odamlar qarshi chiqqanlar aytib berganmiz, uni eshitgansizlar. Shartlashganmiz odamlar bilan. Kelgan qo'lidan kelgandan keyin duo qilish boshlab, bo'ldi, omadingni bersin deyishgan, lekin bir savolga o'tmoqchiman. Aynan meditsina yo'nalishida o'qiganligingiz uchun. Hozirgi holatda rivojlantirish uchun, ya'ni riskka olishni rivojlantirish uchun menda bir holat bo'lgan, bolalar, buni siz bilan ishlagan Abror ham qildi, chunki Abrorga men aytib berdim. Men 21 yosh edim, salkam sizlarni yoshingizda bo'lgan paytimda Amerikada oyoqni boylab turib, mostdan tashiydigan holatda tashaganman-da. Bu rosa qo'rqinchli bo'lgan, juda baland joy bo'lgan. Ko'p ham to'laganman, qimmat ham to'laganman. Bir $60 bilmayman qancha. Qimmat edi-da. Xayolimdan shu tashamasdan $60 roziman, yech oyog'imni degan holatgacha kelganman-da. Bitta holat meni tashashgun degan. Ya'niki mendan keyingi turgan, o'chirtda turgan bola, bilmayman, 12 yoshdir, 10 yoshdir. Go chicken degan. Ana qo'rqotgan odamni Amerikada tasha tezroq degan so'zni ishlatganda, shuna ta'sir qilganki, shuna qo'yib yuborganman. O'sha so'zni gapirgan qo'yib yuborganman. Lekin bir holat bo'lgan. Miyani qanchalik ishlashida o'sha narsaga juda hayotimda ko'p taqiyman. Ya'ni nima bo'lganki, beshikda bilsangiz bunaqa dumaloq narsalar bo'ladi, bunaqa aylantiradigan. O'sha aylantirish hayolimdan o'tganda to 21 yoshgacha bo'lgan davrimni dona eslaganman. Vaholanki 3 sekunddan emas o'zi. Buni tashaganingizda 3-4 sekund ketsa kerak, adashmasam. Shu 3-4 sekundda o'sha beshikdagi aylantirayotgan paytim ko'zim oldiga kelgan va butun umrimdagi vaziyatni dona ko'rganman. 3 sekundda. Nima bo'lgan bu desa, meni o'zimni tasnifim anaqa.
menga shunaqangi darajada qattiq ushlab ketganki, u vaqtni sekinlashtirib, voqelikni ko'z oldimga keltirgan degan holat bo'lgan. Endi bu nima maza bergan desangiz, undan keyin to'g'ri baho olmaganman. Ya'ni hammasi beshga chiqqanda, o'qishim, tahlilim qattiq ta'sir bo'lgan, rostdan. O'sha narsaga ko'p bog'layman hayotimda. To'g'ri, Toshkentda ham beshga o'qib kelganman, umuman to'g'ri bo'lmagan. Lekin Amerikadagi holatda ishlab turib to'g'ri olmaslik bo'lmaganda, BC chiqqan boshida. Mana 6 oyligimda bahoyim tushib ketgan Amerikada. Lekin o'sha holatdan keyin mashinaqasiga ko'tarilib ketganda, nima bu meditsinskiy направлениеda? Chunki yaqinda Avror ham tashladi anaqa Jizzaxda. Bor ekan bizda. Bizda Jizzaxda o'sha Zominda tashiydigan joyga. Avror qarang, hozir o'tib turibdi. Yaxshi bo'ldimi Avror? PTG deydi, post traumatic growth deydi. Ya'ni o'sha travmadan keyin qanaqadir stress olgandan keyingi o'sish. Chunki fleshkam bo'shaganda o'shanda men nima tasavvur qilgansan desa, mana shu hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'tiribdi-yu. Hammasini tozalamoqchi bo'lsanglar, eng zo'r tashlash, eng zo'r anaqa olish o'sha BTG degan o'sha holat bo'lgan. Balkim risk olishga ham foydali bo'lsa kerak. O'zim odamda ikkita miya bor. Risk olgandagi miyasi bor va risk olmagandagi miyasi bor. Inson risk olganda boshqacha o'ylaydi, risk olmaganda boshqacha o'ylaydi. Bir odam aqlliligi uni to'g'ri fikrlayotganini bildirmaydi. Risk olgan odam mutlaq boshqacha fikrlaydi. Hattoki o'zi bilmagan g'oyalar kelish boshlaydi unga. Chunki unda risk bor. Otni ustida yoki mashinaning ustida abriv deydi, o'sha tushib ketadigan joyga qarab ketayotgan odam o'zi o'ylamagan darajada mashinani yaxshi haydash boshlashi mumkin. Biznesi minusga qarab ketayotgan odam o'zi bilmagan holatda unda ildirlik qobiliyatlari yoki kallasi ishlab yangi g'oyalar olib ketishi, mana shunaqa narsalar kelishi mumkin. Qattiqki risk involve bo'ladigan bo'lsa, ya'ni risk qo'shilsa yoki attestation bo'lib ketish riski, haydalib ketish universitetdan yoki sharmanda bo'lish riski bor. Risklik miya bor va risksiz miya bor. Risk insonni miyasini ishlatilmagan joylarni ishlatishga majbur qiladi. Shuning uchun men o'ylardim balki risksiz hayot ekan. Keyingi savol, insonni sifat darajasi bor. Masalan, sizdagi sifat boshqa insonga nisbatan boshqacha baholanishi mumkin. Umuman har bitta odamni kimgadir Ferrari yoqishi mumkin, kimgadir Lamborghini yoqishi mumkin, kimgadir bo'z futbolka yoqishi mumkin, kimgadir umuman boshqa sifat darajasi har kimda har xil baholanadi. Lekin savolim shundan iboratki, men Aziz Rahimovga qaragan paytimda perfeksionist darajasi yuqori bola deb qarayman. Qanchalik to'g'ri anaqa o'zingiz fikringizni berasiz. Tashqaridan qaraganimda men Azizni bo'lib perfeksionistroq deb qarayman. Masalan, hozir bolalarga men varra shamol bo'layotganda varragingni uchir degan strategiyada ko'p yondashuvim. Meni strategiyamda shunaqa. Azizni strategiyasida yo ulayla uchirmaydi, u 5 qamichi yashasi kerak. U yaxshilab yasab olish kerak. Iplari uchirgan paytida ipi uzilmasligi yoki boshqa narsalarni qattiq qaraydigan bola deb qarayman va shunga o'zingiz fikringiz. Shunaqa shekilli. Men imkoniyat bo'layotgan paytda o'zim ham yoki komandamga ham yoki bolalarga ham даже buni maslahat bermayman. Imkoniyat bo'layotdi bos demayman, ya'ni mana shu yo'nalishda. Men nima deyman? Men Aristotel gapini aytaman. Arzigan deyman. Arziydigan bo'lginki, sandan boshqa tanlov o'zi nelogichniy bo'lsin deyman. Ya'ni o'zi mantiqsiz bo'lsin, sandan boshqasini tanlash o'zi. Ya'ni varregiz shunaqa yasangki, varreni u uchmasligi mantiqsiz bo'lsin. Siz varreni oldingiz uchurdingiz tez yasab, chala yasalgan varre 10 sekund uchib tushib ketdi. Lekin thorough, ya'ni boshdan oxirigacha yaxshi yasalgan varrek bo'ladigan bo'lsa, balki u uzoqroq turadi, sekinroq chiqishi mumkin, kechroq chiqishi mumkin, lekin uzoqroq turadi degan tezis bor. Buni men endi o'zim yashayman shu tezis va o'ylayman 10 yil, 20 yil o'tib to'g'riligi isbotlanadi deb o'ylayman. Noto'g'ri bo'lishi ham mumkin, to'g'ri bo'lishi ham mumkin, chunki Aristotel davri boshqa, hozirgi davr boshqa. Lekin o'zimda shunaqa perfeksionizm demagan bo'lardim bu. Bu nima? Misol uchun mana nima deb misol keltirsak bo'ladi? Maktabimizni kengaytirish. Agressiv yondashmayman. Odamlar bilan gaplashib, binoyni menga berdi, buni qil demayman. Bizga bo'lgan takliflarni olaman, ichidan tanlab olaman. Hozir ham mana 3 ta filialimiz bo'ladigan bo'lsa, 3-inchisi endi qurilyapti. Egalari taklif qilib chiqqani uchun biz yurg'izamiz bog'chani ham. Intervyularga meni chaqiring, men siz bilan suhbatlashing, men chiqishim kerak demayman. Chaqirishadi.
keyin bo'laman bo'tgan zotan o't-bo'tga masjidga qaqadir gapirib berish kerakmi shunaqa qaqadir mehmon bo'lib borish kerakmi shunaqa ya'ni прерывной agressiv va masjidda bo'lmasligim ham bo'lmaydi deb turib bormayman yoki ya'ni kelayotgan imkoniyatlar o'zi urilishini xohlayman menga mana shu kattalashuriki mana suv oqyapti suvga borib yugurib tushib olishingiz mumkin oqim shu yerda ekan deb turib lekin shu darajada kattalashingki oqim kelganda oqim o'sha kelish kerak faqat kelganda u sizga urilishi majbur bo'lsin lekin bu boyagi jim o'tirib qani xudo rizq qilib berarmikanmas yo'q tabiiy odamlar bilan tanishasiz tabiiy tanishasiz ya'ni o't-bo'tda ko'rishib qolasiz tanishib qolasiz siz bilan ham tabiiy bo'lgan tanishishimiz blog yurg'izasiz tabiiy ishingizni zo'r qilasiz ishingiz orqali odamlar sizni taniydi mana shu yo'l bu hasadni oldini oladi deb o'ylayman chunki siz juda sekin erishasiz va arzib erishasiz va o'zi kelyapti imkoniyatlar sizga va o'zingizni ichga xotirjam ham qoladi ya'ni uyquga ta'sir qiladigan narsalar qilishga arzimaydi deb o'ylayman biz avvalgi maktabimizda majburiy kengayganmizda chunki sheriklar bo'lgan ko'pchilik bo'lganmiz majburiy kenga eng katta maktab bo'lganmiz 2100 o'quvchimiz bo'lgan o'sha payt va men yaxshi uxlay olmasdim chunki men bilardim qayerdadir biz shortkatlarni olamiz kesib chiqamiz ya'ni 10 qila olsak 7 qilyapmiz men vaholanki hozirgidan ham katta bo'lgan maktabimiz hozirgidan ko'proq pul topganmiz lekin uyqumda sifat bo'lmagan nima kerak ya'ni uyqingizni sifatiga ta'sir qiladigan ishlar nima kerak chunki uzru hech narsasi yo'q 20 yoshli talaba ham sizdan yaxshi uxlayotgan bo'lsa u boyroq chunki uyqu har kun bo'ladi uyqudan siz 8 soat ya'ni kuningiz 3dan 1 uyquda o'tadi-da qiynalib vijdoningiz qiynalib nima qildim noto'g'ri qildim shuni uxlab keyin turganingizda ham stress kutib turgan bo'lsa siz to'g'risini aytaymi men hayotimda uyquga nisbatan eng zo'r javob oldim rostdan to есть uyqungizga ta'sir qilsa nima keragi bor degan narsa chunki 24 soatda 8 soati 3dan 1ga ta'sir qiladigan narsa juda ham uyquga nisbatan hattoki bizda loyihalar ko'pda o'shanga nisbatan ham zo'r javob oldim lekin bitta savol qanchalik bu narsa xarakterga bog'liq chunki men o'zimning xarakterimdan kelib chiqadigan bo'lsam men nimadir boshlab qilib bo'lganimdan keyin menda zerkish boshlanadi men yana yangi nimadir ish qilishim kerak buni qanaqa nimaga bog'laysan desa men o'zimga nisbatan xarakterga bog'layman masalan IELTS qildingmi ha o'zini yo'liga tushdimi ha hamma narsani qo'yib qo'yganmisan yurg'izyaptimi yurg'izyapti ho'p tikki qildingmi ha selta qo'ysan ha hammasi chiq qildimi berib yuborilgan boshimni ham ortmayman lekin xarakterimga nisbatan har doim nimadir yangi narsa kelib turishi kerak uyqingiz yaxshimi ha uyqu zo'r savol men early bird deydi-yu vohli turib vohli uxlaydigan odamman hozir endi Ramazonga nisbatan aytolmayman umumiy 1 yilga nisbatan bo'lsa hech qachon 6 soatdan kam uxlamaganman yo'q miqdor emas ya'ni xotirjam uxlaysizmi endi misol uchun vijdon qiynalmaydi xotirjam bo'ldi hammasi yaxshi deb turib kelib unutib esdan chiqarib xotirjam uyquda yo'q unaqa deya olmayman to есть xotirjam uxlaysizmi desangiz unda yo'q men uyquni uzunligini nazarda tutmadim xotirjam uyqum bor deysiz hammasi yaxshi ya'ni siz hech kimni xafa qilmadingiz hech kimni haqqini yeb qo'ymadingiz hech kimni tam urib olib qo'ymadingiz ya'ni unaqa o'zi qilmaymiz biz ya'ni men tushunish oson bo'lishi uchun aytyapmanki manda shunaqa men shu uyqum sifatiga qarayman buzilyaptimi men kechib yuborishim mumkin u narsadan ya'ni avvalgi maktabimizda shu narsa bo'lgan uzr deganman men undan ko'ra ya'ni xotirjam uyquga keta olishim bu hayotimni anaqasi ya'ni bu uyqu deganda bu даже uyqu hattoki uyquga ta'sir qilyapti endi ovqatlanishingizga ko'chada yurishingizga bir odamlar bilan gaplashishingizga kayfiyatingizga tabiiy ta'sir qiladi ya'ni hayot sifati deylik hayot sifati chunki absorbing barrier bilasiz ya'ni yoki o'sha juda ham yaxshi bilasiz finansda o'qigansiz effect of diminishing returns bor O'zbekistonda $10,000 taxminan oyiga $10,000dan keyin hayot u yog'iga qo'shimcha pul sizga faqat mana qo'shimcha tashvish olib keladi ya'ni ovorgarchilik qanaqadir yangi assetlarni boshqarish kerak mayli bolalarga kerak bo'lishi mumkindir no compound hisobga olsangiz shu 10 mingdan ancha joyga yetib olsa bo'ladi o'shaning uchun aytaman men ya'ni 10 ming topyapman oyiga odam o'sha dunyo bo'yicha top 1% ga kirib bo'ldi income level bo'yichada agar compound qo'shib yuborsa u tam 30 yilda yana top 0.1% ga ham kirib olishi mumkin plus yana qo'shimcha imkoniyatlar bor lekin uni
hayoti sifati pastga tushayotgan bo'lsa, u bolasiga qattiq gapirib yuboradi, ota-onasiga vaqt ajrata olmaydi, xodimlarga nimadir gapirib qo'yishi mumkin va qurib kelayotgan narsasi kartochniy domik bo'ladi va bir kun buziladida. Mani bitta yosh katta anaqamiz bor, tanishimiz bor. Endi avval mijozimiz bo'lgan, shunaqa tanishib qolganmiz. 65 yoshmida shunaqalar. Eski oiladan bo'lgan, o'sha anaqa mustaqillik paytida boyib oyoqqa turib olgan odamlardan bo'lganlar-da. 30 yosh bizga qatorimizda ular O'zbekiston mustaqillik bo'lgan, shunaqa payt. Hozirgidan dahshat imkoniyatlar bo'lganda, endi ancha odam oyoqqa turib olgan. Xo'p, o'shalardan bittasi bo'lgan, o'sha odam gaplashib turamizda, bir gaplashganimizda aytib qoldilar, aziz dedilar. Biz shu siz yoshingizdaligingizda 40-50 yoshlarimizda 100 ta boy edik dedilar. 100 ta millioner deb agar tasavvur qilsak, shunaqa edik dedilar. Hozir o'sha eski holatini saqlab qolgan 3 ta qoldi dedilar. 3 ta qoldi. 97 tasi yo'qotdi dedilar. Va yoki yo'qotish arafasida qarzlar bilan yuribdi. Oilasi butun qolganiga xursand dedilar. Tabiiy aytsangiz bo'ladi, privatizatsiya o'sha payt qayta qurilish, hozir yangi market ekonomika kapitalizmga moslasha olmagan, yoshlar olib ketib qolgan. No, men ham ko'rdim akani ko'zlarida. Va qolgan 97 ta odamni, shu 100 tadan 97 ta odamni gapida ham ko'rdim. Nima kerak? Siz to'plashingiz, kompaniyalarni o'stirishingiz, agar siz uni saqlab qola olmasangiz. Yoki Suqrotda gapi bilan aytadigan bo'lsangiz, "Hey bolalar, akalar deb aytgan shu paytdagi boylarga, sizlar kun bo'yi boylik to'plash bilan, savdo bilan, ish bilan bandsizlar. Lekin shu tashab ketadigan avlodiylarni tarbiyasi bilan nega band emassizlar? Shularga tashab ketasizlar axir." Xuddi kadastrni qilmasdan qurishga o'xshaydi. Bu ertaga sizga chiqadimi, boshqa odamga chiqadimi? Ya'ni quryapsiz, hali noma'lum kimniki bo'ladi u yerda, qurib qo'yasiz, boshqa odamniki bo'lib chiqdi. Farzandlar genetik tomondan bizdan tug'ildi degani u bizning bolalarimiz degani emas. Ular bizning gaplarimizni eshitib, bizning gaplarimiz ularga status bo'lganda va bizlarga havas qiladigan bo'lganda ular bizni bolalarimiz, ya'ni ham ruhiy tomondan bizni davomchimiz bo'lganda. Men otamni havas qilaman, otamni ishini davom ettiraman, otam qilgan, yashagan yo'llari to'g'ri degan yo'l. Endi siz bu segment, mana maktabingiz bor, biz ham bu segmentdamiz, shunaqa odamlar bilan ishlaymiz. Oyoqqa turgan odamlar, bu topish kam bo'lgan narsa. Buni topish qiyin. Bolada hamma narsa bor. Uyi bor, o'zining alohida xonasi bor, alohida haydovchisi bor, ya'ni u yaxshi yashayapti, lekin hurmat yo'q. Ta'minotchi deb qaraydi. Bu emasmi eng katta g'am? Ya'ni nima kerak deyman-da, over optimization deydi. Hayotda bitta narsaga optimizatsiya qiladigan bo'lsak, boshqa tomondan yetkazib qo'yamiz. Manda shu endi, ya'ni men istalgan narsaga arzi berishlik deyman. Hammaga, yoshlarga ham, o'zimning komandamga ham, boshqaga ham. O'zim ham shu anaqani yuraman. Falsafada yuraman. Ya'ni men o'tgan yilgi maktabimizdan Meritdan ketganimda maktab ochish rejam qat'iy emas edi. Bitta joylarga bordim. O'xshamadi. Keyin o'zi taklif bilan chiqqan odam oldiga bordim. Ya'ni o'zi bino bilan chiqqan edi taklif bilan. Shu odam o'xshab ketdi. Odamlar o'zi pul beraman dedi. Mijozlar o'zi keldi. Ya'ni komanda o'zi yig'ildi. Mana shunaqa holatda. Ya'ni arzisangiz ertami kechmi bo'ladi. Chunki arziydiganlar rostdan kam-da. Atrofga qarang, mana kadrda doim qiynalasiz-ku. Rostdan kam arziydiganlar. Ayniqsa biz Amerika emasmiz. Bizga dunyoning eng top miyalari kelmaydi. Xitoyda uyini tashab, mashinasini sotib, O'zbekistonda men karyeramni quraman deb kelmaydi. Yoki Hindistonlik yosh man ketdi, o'z kelajagim O'zbekiston yoki hattoki Nigeriyadan kelmaydi bunaqa. Amerikaga boradi eng zo'rlar. Shuning uchun arziydiganlar bizda rostdan kam. Haqiqatda bir o'sha 4000 soat, 8000 soat mehnat qilsa, haligi yosh hayron qoladi. Nahotki shunchalik oson karyera qurish deydi. Endi O'zbekistonda. Men boshqa joyda karyera qurmaganman, shuning uchun bilmayman. Keyingi savol, rizqqa nisbatan gapirmoqchiman, chunki bizani hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rishadi, bular chiroyli qilib qo'yiladi. Bizda ko'p O'zbekistonda hozirgi bo'layotgan holat din bilan bog'lanayotgan paytda o'qib olammo berarmiding? Peshiningga yozilgani Alloh bergan rizq bilan kifoyalanasan degan narsani boshqa maqsadda ishlatishadi-da. Ya'niki unga qarash to'g'ri qarash emas-da bu. Shunga o'zingiz fikringizni aytsangiz. Men fikrim nima kerak bunga? Ya'ni bu javobini topgan masala emasmi? Yo'q. Hozir rosa katta muammo bo'lyapti bizda, O'zbekistonda deyman. Chunki inson taqdirini, rizqini, baxtini, omadini, mafhumligini
bilmaganligi uchun, ya'ni u narsani qanchaligini, qattaligini hech qachon bila olmaydi. Sodir bo'lgandan keyin, ha, omadim kelib qopti-yu, meni rizqim ekan deydi yoki boshqa narsa. Lekin bu narsani bilmasdan turib, unga ishonishlik bizani dinimiz, qadriyatimiz, lekin unga tayanishni strategiya qilishyapti. O'shaning uchun rizqqa ishonish dangasalikni oqlamaslik kerak deb o'ylayman. Ya'ni unga suyanib tayanilyapti-da. O'sha narsani bizda agar imkoniyatingiz bo'lsa, ochib bersangiz, xursand bo'lardim. Bitta olimning gapi menga yoqdi bu borada. Men o'zim gapimni gapira olmayman. U aytadiki, hozir ismi esimda qolmadi. Sabablar yo'qdek rizqqa suyanishimiz kerak deydi. Xuddi sabab yo'qdek, faqat Xudo bizga beradi deb. Va rizq xuddi tayin qilinmagandek sabablarni qilishimiz kerak deydi. Bu nimaga o'xshaydi? Hamma endi yoshligidami, hozirmi bilmayman. Tango, valsmi, raqsga tushgansizlar-ku, to'g'rimi? Ikkita partnyor kerak. Ya'ni ikkita odam tushadi. U bittasini harakati ikkinchisini harakatiga bog'liq bo'ladi. Xuddi shunga o'xshaytaman men. Ya'ni ikkalovi baravar harakat qilish kerak. Ya'ni siz ham harakat qilasiz, sabablarni qilasiz, rizq ham o'sha baravar kelaveradi. Sinxronniy bo'ladi bu narsa. Sinxronniy, ya'ni sababini qilgan odam borki, o'sha kavniy qonunlari bilan, biz yashab turgan fizik dunyo qonun qoidalari bilan qiladigan bo'lsa, to'g'ri menejment bilan, to'g'ri psixologiya bilan, to'g'ri strategiya bilan, to'g'ri reja bilan yondashsa, bo'ladi uni rizqi. Ya'ni bu narsa takror qilib kelinayotganlar bor. Va o'sha narsani teskarisini qilib, ya'ni o'sha ishini vaqtida bajarmasdan, va'dasini bajarmasdan, ishonchli inson bo'lmasdan, til o'rganmasdan yurib, xuddi shunaqa ko'ramiz, rizqi bo'lmaydi. Ha, bo'lishi mumkin 10%, 5% odam qayerdadir bitta joyda kimnidir ko'ziga ko'rinib qolib, ishlari zo'r bo'lib ketganini, lekin men hayotimni 5% shansga tikmagan bo'lardim. Ya'ni mana shu ustiga keling, o'tiring, faqat shansi bor, 95% bu sinib ketib qolishi mumkin desa, o'tirasizmi ustiga? O'tirmaysiz. Mana shu ovqat bor, buni yeysiz 90% shans bor, что siz zaharlanasiz, otraveniy bo'lasiz. Yeysizmi? Yo'q. Ya'ni siz 100% lik shanslar xohlaysiz. Ovqatingiz 100% xavfsiz bo'lishini xohlaysiz. Mashinani kamari falokat bo'lganda 100% saqlab qolishini xohlaysiz, asrab qolishini xohlaysiz yoki tormoz 100% ishlashini xohlaysiz. Biz shanslarga rozi bo'lmaymiz. Nima degani desa, xo'p, biz o'zimizning qobiliyatlarimizga, mehnatimizga javobgar bo'laylik. Imkoniyatlari bizdan emas. Ya'ni biz dars qilishimizga, o'sha borib rezumelarimizni topshirishimizga, intervyularga tayinlanib borishimizga, qo'limizdan skilllar kelishiga, maksimum odamga o'zimiz haqimizda ma'lumot berishimizga, blog boshlashimizga, kitob o'qishimizni bo'ynimizga olaylik. O'zimiz bilan tugasin chegaramiz. Endi boyga odamga respons jo'natdik, endi u yog'i mayli rizq. Bizga bog'liq emas. Circle of control, ya'ni bizdan tashqaridagi narsa rizq. Men shunaqa deb ko'raman. Ya'ni rizq bu menga bog'liq bo'lmagan faktorlar. Menga bog'liq. Endi boyga joyda sizni oldingizga kimdir $1000 tashlab ketdi, uni ishlatmasligingiz mumkinmi? Ishlatmasligingiz mumkin, demak rizqingiz emas ekan. Xuddi shunaqa. Sizni aqlingiz rizqingiz, ikkita qo'lingiz rizqingiz, lekin siz uni ishlatmasligingiz mumkin. Foydasi yo'q, hech narsa kelmaydi. Xuddi shunaqa aql bormi? Aql qachon bilinadi? Mehnat qilganda yoki qo'l qachon bilinadi? Uni ishlatganda bilinadi. Bo'lmasam, bori nima, yo'g'i nima. Shunaqa qarayman, ya'ni bu tandem baravar ketadi. Ani gapni boshidagi gapni yana qaytarib olsangiz, faqat sekinroqda. Rizqi sababni qilginki, o'sha kimligini islomadingiz, o'sha gapni yana qaytarib olishingizni istayman. Bu joyini kesib olinglar va shu umuman hammaga tarqatish kerak bo'lgan qismi ekan. O'sha olim aytadiki, rizq borasida xuddi u rizq va'da berilmagandek sabablarini qil. Ya'ni faqat hammasi o'zimga bog'liq deb sabablarini qil. Va endi o'sha sabablarni qilib bo'lgandan keyin ishonishga kelganda, sababli hech narsa Xudo aytgani bo'ladi deb ishon deydi. Kombinatsiya. Paradoksda, ya'ni mashina ichida yashash kerak. Bolalarimizga agar savolinglar bo'lsa, berishinglar mumkin. Men savollarni qarab chiqdim. Kimda qanaqa savol bor? Bering. Assalomu alaykum. Aziz aka, parallel muhitdaman. Aziz akani parallel muhit degan alohida yopiq kanallari bor. U yoqda essaylarni bo'lishib boradilar. U essaylar uchun undan ko'p to'lashga ham rozi edim. Chunki oldin bir eshitganim paytim qo'shish uchun oldin rahmat aytmoqchiman. Alohida shunaqa kanal qilganingiz uchun, parallel muhit qilganingiz uchun. O'shanda bir savol berdi. Zo'r ishlar qanday qilinadi haqida post bor. Juda chiroyli va dona qilib tushuntirilgan. Men yaqinda bitta korxonaga ishga kirdim. Ishga kirgan paytim zo'r ishlar qanday qilinadi, ayni o'zimni ko'rsatadigan paytim edi.
o'sha paytda maydalashtirishni boshladim. Lekin rahbarimga maydalashtirish yoqmadi. U yoqdagi muhit yoqmaganidan ketdim. Ya'ni maydalashtirish hammaga ham tushmas ekan, o'shani tushuntirib bera olasizmi demoqchi edim. Buxgalter edingiz, adashmasam. Ha. Maydalashtirish deganda maydalab har bitta joyini yaxshi qilish haqida gaplashgandik inshoda. Ya'ni bitta ish qilayotgan bo'lsangiz, har bitta elementini yaxshi qilish. Ya'ni men agar shu yerda hozir mana suhbatga kelgan bo'lsam, buni qanaqa bo'ladi desa, so'zlarimni dona-dona gapirish, mana maydalashtirsak, odamlarning ko'ziga qarash, savolga aniq javob berish, misollar keltirish, ishonarli gapirish, mana shunaqa maydalab turib har bittasini yaxshilab qilish. Endi ishxonada keladigan bo'lsak, buxgalterlarga ish doim bor. Ayniqsa til bilasiz. Muammo emas va o'zi ishxona tanlashda men maslahat bergan bo'lardim, o'zimning xatolarimdan kelib chiqib. Rahbarga havas qilmasa bormaslik kerak. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri siz bilan ishlaydigan rahbarga, eng kattasiga emas. Siz bilan ishlaydigan, sizni qo'l tepangizdagi odamga havas qilinmasa, ya'ni shu odamdagi bo'lsam qaniydi demasa, qiyinchilik ko'p bo'ladi. Shu narsani yaxshi metrika ekan. Yaxshi nima deydi? O'lchov desak bo'ladi shu narsani. Nimaga desa, inson o'zi kasb qilinishi mumkin bo'lgan narsalarga havas qiladi avvalo. Ya'ni men bir odamni 2 metrlik bo'yiga yoki zo'r basketbol o'ynashiga havas qilmayman. O'zim analiz qilganimda ham ko'rganman. Nimaga? Chunki menda u qobiliyat yo'qligini bilaman. Lekin tadbirkorlarni ko'rsam yoki yaxshi menejerlarni yoki yaxshi liderlarni ko'rsam havas qilmayman. Nimaga? Chunki menda shuni urg'i borligini bilaman. Xud demak, havas qilyapsizmi? Bir, demak sizdagi qobiliyatning nishoni bu. Bu odamda rostdan bor bu narsa. Havas qilmayapsizmi? Ya'ni yoqtirmaysizmi, yaxshi ko'rmaysizmi, havasingiz yo'qmi odamga majburlikdan vaqtinchalik ishlab turish mumkindir, lekin tikmagan bo'lardim men hayotim bunga. Ya'ni uzoq muddatli narsani endi umumiy anaqada. Buxgalterskiga qaralgan paytda qachon maydalash bo'linmaydi, ya'ni mayda detalniy muammolarga kirib bo'lmaydi. Chunki buxgalteriya hamma narsani kost bilan benefitga ajratadi. Agar maydalashayotgan paytda uni tannarxi, uni qo'shilayotgan qiymatidan katta chiqib ketsa, u yerda maydalanish kerak emas bo'ladi. Ya'ni aynan buxgalteriya yo'nalishida bo'lganingiz uchun balkim o'sha yo'nalishda ishlagandirsiz. Gohida men 6 millionlik yo'qotayotgan joylarimni bilaman, 10 millionlik, 20 millionlik yo'qotayotgan joylarimni bilaman va bu yo'qotilishga holatlar rozi bo'laman. Nega? Chunki buni tuzatish qimmatroqqa aylanadi va uni qiymati sarflanayotgan nisbatga nisbatan yuqorida chiqmasligi mumkin. O'shaning uchun u paytda maydalanish xato bo'ladi. Ya'ni aynan buxgalteriyada aytayapman. Agarda bu narsa teshik bo'lsa, har doim oqayotgan bo'lsa, uni discount cash flowda uzoqdan o'lchab turib, hozirgi narxini qilib tursangiz, unda haqiqatda foydasi bo'ladi. Chunki u teshikni yopish kerak. Bo'lmasa suvingiz oqib ketadi. Agar u o'zi asl teshik emas, prosta ko'p suv quyib yuborayotganingiz uchun toshib chiqayotgan bo'lsa, u anaqa normalniy holat qaraladi, chunki holat vaziyatga qaraladi. O'shaning uchun bir o'ylab ko'rishingiz mumkin, qaysi qayerda maydalanish kerak, qayerda maydalanish kerak emas. Assalomu alaykum. Parallel muhitda ham maqsad ana bunisi ham marafon challenge-da ham borman-da. O'shandan keyin o'zimga ham nega endi o'zim ham qilmasligim kerak challenge degan narsani qo'ydim-da. Hozirgi paytda challenge-imda 100 tadan ko'p qiz qatnashdi 3 ta potokda. Men ham qanaqa qilyapman? To'g'ri, o'zim hali nimadir levelga yetmaganman, lekin sizningcha birlashib yuksalish muhimmi yoki yuksalib birlashish muhimmi? Men hozir challenge-imda qizlar bilan screen time qilamiz. Qizlarda 10 soatlik screen time-ni hozir o'sha 3 soatga tushirishga erishdik-da, har kunlikni. Har kuni o'sha sizni hamma podkastingizni ko'rib bo'lganmiz o'sha mavsumda, iqtibos podkastni ko'rib bo'lganmiz va faqat ko'rish emas, ularda writing skill-da oshirish meni maqsadimda. Har kuni hammasi обязательно nima deydi, summary yozishadi. Ya'ni ularda critical thinking oshishi uchun yozmasa bo'lmaydi-da. Va kitob o'qimasa har bitta qilmagan ishiga jarima qo'yaman. Jarimani qatga hozir o'zim foydamga emas, hammasi charity projectga, o'zim saxovat yaratgan proyektimga ketadi. Nima deydi, boshqa tomondan foyda kelishi kerak-ku baribir-da. Har doim odamning ehson yig'gandan ko'ra, bularga aytaman, qizlarga aytaman, hozir yerda 20% qiz ham meni proyektimda o'tirgan qizlardan-da. Xo'p, savolim, birlashib yuksalish muhimmi? Обязательно qaysi levelga chiqib keyin qilganim ma'qulmi yoki hozirgi paytda nima deydi, jamoalarni shakllantirib birga o'sish muhimmi? Xuddi shunday turmush tanlaganda ham, masalan, turmush o'rtoq tanlaganda ham kuchlisini tanlash kerak, o'zim kuchli bo'lib olishim kerakmi birinchi yoki birgalikda o'sgan ham muhimmi? Kuchli talabalaringiz bor ekan-a? Yo'q, bizda hamma talabalar aytayapman-ku, men birinchi siz kelishingizdan oldin so'ragan narsam nega tanishtiruv qilmadim? Chunki Azrahimovni kim taniydi desam, hamma qo'yadi. Kim
Telegram kanaliga a'zo bo'lgansan, o'shaning uchun tanishtirmasdan turib so'raz boshladi. Endi biz talabalik paytimizda bunaqa ishlar qilish hayolimizga ham kelmasdi-da. 5 bahosiga xursand edik. Bizda anaqa alhamdulillah talabalarimiz kuchli. Ilg'or bolda yig'ilgan ekan. Bu zo'r. Nimaga birlashib, ya'ni yuksalib keyin birlashish kerakmi? Yoki birlashib keyin yuksalish kerak? Nimaga va bo'la olmaydi? Ya'ni siz o'zingiz ustingizda ishlayvering va atrofingizda shu mana qurgan auditoriyangizda ham 100 kishining orasida ham ularni ham o'stiring. Nimaga yoki bo'lish kerak? Ya'ni siz o'zingizni karyerangizni ham qurib ketavering parallelda. Bu sizga shu haftada necha 10 soat ajratasizmi, 5 soat ajratasizmi? O'sha tochka bo'lsin. Endi o'sha biznesda anaqa bor, tushuncha bor, tochka rosta deydi, ya'ni o'sish nuqtasi deydi. Va har xil ishlar qilayotgan paytingizda o'sish nuqtasi har xil joylarda bo'ladi. Endi bilmayman, qaysidir nuqtada til o'rganish o'sish nuqtasi bo'ladi. Til biladigan odamga endi ko'nikma o'rganish bo'lishi mumkin. Keyin qayerdadir stajirovka, ya'ni tajriba orttirish o'sish nuqtasi bo'ladi. Qayerdadir auditoriya o'sish nuqtasi bo'ladi. Qayerdadir xuddi shunaqa jamoa o'sish nuqtasi bo'ladi. Mana shunaqa, ya'ni etapda bu nima degani o'sish nuqtasi, ozgina rivojlantirsangiz ancha ishingiz yaxshilashib ketadi. Masalan, til bilmaydigan odam ingliz tilini o'rgansa, ancha ish yaxshi bo'lib ketadi. Lekin ingliz tilini biladigan odam yana bitta til qo'shsa, unaqa o'sib ketmaydi. Bo'ldi, u butun dunyo manaqasiga do'stupi bor, bo'ldi. Uni o'sish nuqtasi boshqa joyda endi. Xuddi shunaqa yoki umuman auditoriyasi odamga 1000 ta auditoriya bo'lishi bu unga o'sish nuqtasi. Lekin 5000 ta odam uni kuzatib tursa, ya'ni 1000 ta odam qo'shilishi unga o'sish nuqtasi emas. O'sish nuqtasi boshqa joyda unda. Xuddi shu nuqtani topish kerak. Bu nuqta o'sha o'tirib tahlil qilgan paytingizda qaysi ishni qilsam men karrasiga oldinga ketaman, ya'ni yaxshilashadi degan savoldan keladi. O'sish nuqtasiga xalaqit bermayotgan bo'lsa qo'ying. Xalaqit beradigan payti kelib qoladi, o'sha payt balki pauza qilib turib, keyin o'sha nuqtadan o'tib olib, keyin o'tishingiz mumkin, bo'lishi mumkin. Men buni agar bilmadim, men siz mehmonsiz lekin hozir Yo'q, men meni fikrim, siz o'zingiznikini ham eshitgim keladi-da. Meni fikrim aynan turmush qurilayotgan anaqaga qalbga qo'yib beraman men. Aqlga qo'ymay. Men o'zimni yondoshuvim qalbga qo'yib berish kerak. U qalbni ko'proq ishida, ishoninglar, taqdirda, tanlovda menda aql bilan bo'lmagan. Sraz aytaman. Men aqlim bilan qalbim urushib qolgan. Agar men aqlga qo'yganimda menimcha hali ham uylanmagan bo'lardim. Endi g'alati tuyulishi mumkin, lekin ertaga hayotingizga kelinadi. Men 3 ta narsani taqdiri o'zgarmaydigan deb qarayman. Bu qachon tug'ilishimiz, qachon o'lishimiz va kim bilan bo'lishimiz deyman. Kim bilan bo'lishdagi bu holatda aql bir danayda, qalb ilmini oldida deganda, qalb ilmi juda katta bo'ladi. O'shaning uchun qalbda tanlangan narsa bilan hayotda juftligida uzoq borasiz deb o'ylayman. Tag'in Azizbekni. Zo'r javob bo'ldi. Men endi bilmadim. Aytaman ana. Bunda qanaqa bo'lgandi so'rayapmiz. Menda qanaqa bo'lgan? Menda qalbim bilan aqlim urushmagan. Qalbim davay degan, aqlim ham bo'ladi degan. Balki shunaqa qilsa ham bo'lar. Ya'ni qalb birinchi o'rinda, keyin aqlga imdo solib, o'zi kelajagim bormi, mendan ustunlik bormi, ustoz bo'la oladimi, dini bormi, ya'ni mana shunaqa narsalarga qarab, ya'ni birinchi qalbga eshitib, keyin aqlga tashab, menda urushmagan. Anaqa. U yaxshi ko'rib qolganman, keyin anaqasi deydi, fikr olsam, normal, o'ti joy yaxshi, bo'ta yaxshi, oilasi yaxshi, bo'ladi deb. Shunaqa qilib ketgan, ya'ni. Aql qalbni ko'ndira olmaydi, chunki men hamma parametri to'g'ri kelgan odamni tez borib sevib ketdi-ku. Unaqa qila olmaydi-da u. Teskarisi bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi qalb bo'lsa, keyin balki aqlga tashlasa, ya'ni o'sha checklist qilib oling. Bor o'zi, mana shu ma'nosi yaxshi bo'lsa, bunisi yaxshi bo'lsa. O'shaqa checklist qilib oling, checklistlarga javob bersa, keyin okey, qalbga ipini qo'yib yuborsa bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Aziz aka, sizni bu yerda ko'rib turganimizdan juda ham xursandman. Juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Savolim Telegram kanalingiz haqida. O'zbekistonda faqat yozma postlar orqali auditoriyasini kengaytirgan bloglardan biri deb bilaman kanalingizni. Qaysidir ma'noda kanalingizda konsistensiya bor, ya'ni doimiy postlar bo'ladi. Doimiy yozish uchun juda ham ko'p kuzatasizmi yoki juda ham ko'p o'qiysizmi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, yozishni endi boshlagan paytlaringizda juda ham zo'r yozdim. Hozir bu ko'p odam ko'radi, ko'p she'rlar bo'ladi, auditoriya yanada ko'payadi deganingizda, kutganingizdek bo'lmaganida,
fikringiz ustidan kulishlar bo'lganida, criticize bo'lganida bunga qanday chidagansiz? Shu ikkala savolim. Yozishda doimiylik o'zi yozish kerak. Ana Talipov gapi bor, har bitta odam 4 ta narsani o'rganish kerak deydi. Nima desa, yozish, o'qish, yozish. O'qish o'sha mustaqil kitoblar o'qish, keyin sharafini himoya qilish va anaqalarni himoya qilish. Protect the weak nima bo'ladi? Zaiflarni himoya qilish. Mana shu 4 ta xislat har bitta odamga xos bo'lsa yaxshi deydi va shuni o'qish va yozish birinchi o'rinda turadi. Yozmoqchi bo'lgan odamga o'qimaslikning iloji yo'q. Ya'ni o'qish kerak. Siz bir nima qozondan toshib chiqishini xohlasangiz, qaynab masalliy solishga majbursiz. Masalliy bu boshqalarning fikri, bizdan avvalgilarning fikri. Tabiiy juda ko'p o'qish kerak bo'ladi. 2 soat endi kami. Vaqtingiz bo'lsa ko'proq, bo'sh vaqtingizni hammasida o'qinglar. Abadiy adabiyot ham bo'ladi, sohasidagi adabiyot ham bo'ladi, sohasidan tashqaridagi adabiyot ham bo'ladi. Hammasi yordam beradi. Qachon yordam berishini bilmaysiz, kelajakda albatta kun keladi, yordam beradi. Xo'p, bu demak shu o'qish boshlaganingizda o'z-o'zidan boyagi sintez paydo bo'ladi. Ya'ni u yerda bu fikr bor, A deyapti, bu B deyapti, o'rtasi bormi ekan. Shu narsalar paydo bo'ladi, shu yozganingizda chiqadi. Men o'zi blogimdan tashqari o'zim uchun ham yozaman ko'p. 7000 dan oshiq notim bo'lsa kerak taxminan. Demak, postimda taxminan 700 ta post, 10% chiqqan ekan. 10% chiqargan ekanman. Demak, o'zi yozishingiz kerak. Shundoq ham. O'zi yozadigan bo'lsangiz, u blogga yozish muammo bo'lmaydi. Vaqt o'tib keladi. Ko'p yozursangiz sifat keladi o'zi. Juda ko'p yozishingiz kerak. Juda ko'p yozsangiz sifat keladi. Xo'p, endi qanaqa bo'ladi? Noto'g'ri fikrlar bo'ladi, noto'g'ri gapirib qo'yasiz, kulishadi, tanqid qilib chiqishgan ham bo'ladi. Lekin hamma narsani solig'i bor. Tadbirkorlik ochsangiz, birdaniga sizdan NDS olishni boshlashadi 12%, keyin foyda оборот solig'i olishadi 4%, keyin xodimlaringizdan padahot oladi, o'zingizdan dividend solig'i oladi, yana yer, mulk. Ya'ni soliqlarning miqdorini ko'rsangiz, biznes boshlash kerakmi ekan o'zi deb qolasiz. Oylik olganimda tinchgina 12% ni to'lardim. Juda ko'pchilikda biz shaxsan o'zimizda ham shunaqa. Ko'pchilikda kompaniya to'lab beradi ko'p soliqlarni. Ya'ni shartmikan deb qolasiz. Oylik olganim yaxshi emasmikan? Qog'ozdagi bilan shu quvvatda deysizda, lekin bu biznes boshlashdan to'smasligi kerak soliqlar. Chunki har bitta jiddiy ishning solig'i bor. Va blog yozishning solig'i shu deb bilaman men. Ya'ni taxminan o'sha NDSga o'xshagan 12%. 12% odamga fikringiz yoqmasligi mumkin, tanqidga olishi mumkin, siz ustidan kulishi mumkin, noto'g'ri tushunishi mumkin. Chunki odam yozilgan matn darajasida tushunmaydi. O'zini tushunish darajasida tushunadi. Ya'ni o'quvchini darajasidan kelib chiqib tushunadi. U sizni yozgan narsangizni tushunmasligi mumkin. Shuning uchun bitta gap bir nechta qatlamda bo'lishi mumkin. Mana ustoz Umid aka aytdilar-ku, men boshqa qatlam ko'rdim postingizda deb aytdilar. Postlaringizni ko'raman, lekin ko'rdim dedilar. Bu qatlamni ko'radigan bor, ko'rmaydigan bor. Ba'zan u qatlam yo'q o'zi, lekin bular ko'raveradi. Chunki pattern recognition bo'ladi. Ya'ni o'sha qonuniyatlarni ko'rish rivojlangan bo'ladi tahlil kuchli odamlarda. Va xuddi shu narsa tushungan, eshitgan odam o'zini dunyoqarashidan kelib, bu mamlakat demoqchi deb turib, uni tanqid qilishi mumkin. U o'zini o'zi tanqid qilyapti aslida. Siz aytmoqchi bo'lgan gap nima emas. Shuning uchun ham demak aytgan bo'lardimki, shu 15% solig'im bor. Blog yurg'izar ekanman, solig'im bo'ladi. 15% bo'ladi. Taxminan har 9-odam meni yoqtirmaydi, tanqid qiladi. Bu kommentni nimadir yozib qoldirish mumkin deb qabul qiling, bo'ldi. Soliq zo'r tushuncha bo'ldi. Soliq. Xo'p, bolalar, yana ikkita savol olamiz, chunki Roza uyiga yetib olishinglar kerak. Xuddi shu o'rinda biz ham. Birinchisiz, keyin bular. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Azbek, ELT yo'nalishining 2-kurs talabasiman. Savolim shundaki, siz meditsina sohasida qanchadir yurib, keyin ta'lim sohasiga o'tgansiz va o'sha qanchadir muddatda yaxshi natijalar qilgansiz. Endi biz ham ta'lim sohasidan ketmoqchimiz. Shu niyat qilib qo'yganmiz. Nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Qanaqa omillarga fokus qaratishimiz kerakki, o'zimizning maktabimiz, hattoki universitetimiz ochish uchun? Agar o'zingizni maktabingizni ochmoqchi bo'lsangiz, ALT bo'lsa, demak o'qituvchisiz. O'qituvchi bo'lib ishlab, qachondir o'zingizni maktabingizni ochmoqchi bo'lsangiz, eng yaxshi tizim Gerberlik. 40 yillik tizim Gerber bo'yicha tadbirkorlikka o'tish, ya'ni mutaxassis bo'lgandan keyin mutaxassislarni menejer bo'lgandan keyin menejerlarning direktori, undan keyin ulush egasi. Endi Gerber bo'yicha tadbirkorlikka o'tish uchun top mutaxassis bo'lish kerak. Ya'ni 100 tadan bitta deylik. 100 ta o'qituvchini qo'yib qo'yganda, siz ulardan zo'r bo'la olishingiz kerak. Bo'ldi.
shu bilmayman qancha ketadi bunda, hammada har xil 5 yil ketar, 10 yil ketar. Har bitta bitirgan o'quvchingiz sizni sevish kerak, yaxshi ko'rish kerak, sizni tavsiya qilish kerak. NPS deydi. NPS 70% dan yuqori bo'lishi kerak. Bolalaringiz natijasi ham, sizga bo'lgan muhabbati ham zo'r bo'lishi kerak. Ota-onalarning hurmati baland bo'lishi kerak sizga nisbatan. Va payti keladi o'zingiz tushunib yetasiz, shogird chiqarasiz, jamoa qilasiz. Mana Gerber bo'yicha ikkinchi qadamga o'tdingiz. Ya'ni sizni qo'lingizda o'zingizga o'xshagan o'qituvchilar ishlayapti. Mana shu kitobni o'qib chiqing. Til bilarkansiz, til ingliz tilida bor bu kitob. Va taxminan 10 yil ketadi. Bugun boshlasangiz mana 10 yil ketadi. Shu 10 yilni 7 yili zo'r mutaxassis bo'lishga ketadi. Ya'ni aytamiz mana boshi qiyin, mana shu compoundda. Ana shu kuchli o'qituvchi bo'lishingiz kerak. O'qituvchi bo'lmasangiz qiyin. Juda ajoyib savol. Zo'r savol, juda zo'r savol. Dolzarb savol. Avtodidaktizm deydi. Men targ'ib qilaman buni. Balki o'zim ham shunaqa bo'lganimgadir. Lekin men bu narsani afsus bilan aytmayman. Men ustozlarim, kuchli ustozlar atrofimda bo'lmagani uchun majbur bo'lganman avtodidakt bo'lishga, ya'ni kitob titkilab, YouTube ko'rib o'rganishga. Bo'lsa qaniydi zo'r ustozlar. Taxminan baribir Oakley'da keladi bu narsa. Meni gapim emas. 6 barobar tezlashtiradi. Ustoz bilan o'rganish kitobdan o'rganishdan ko'ra 6 barobar, ya'ni 1 soatlik materialni o'zingiz mustaqil o'rganamasangiz 6 soat bo'ladi. Ustozlar oldindan sizga o'sha tupik yo'llarni aytadi. Buni o'qib o'tirma, bu muallifni tiklab o'tirma, 5 soat o'rgangan qismi bu bir tiyin deydi. Yoki bu sohaga qilma, yo'q, buni anaqa foydasi yo'q deydi. Yoki bu ishni qilma, bu yerda tajriba orttirma, bu kerak emas senga deydi. Ya'ni oldindan aytadi, sizni ogohlantirib turadi qayerda nima borligini-da. Hozir siz ham masalan ingliz tilini bilasizmi? 15 yoshli jiyaningiz ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsa, siz unga dars o'tishingiz shart emas. Siz u bilan konsultatsiya qilib ham ancha narsa aytib qo'yishingiz bo'ladi-da. U masalan YouTube'da bitta odamni ko'ryapti, siz aytasiz, "Yo'q, bu noto'g'ri o'rgatyapti" deysiz. Chunki til bilgan odam sifatida. Ya'ni u o'zi o'rganishi mumkin, lekin siz unga manbani tasdiqlab berasiz. Ustozlarning vazifasi aytgan bo'lardimki, odobrение, ya'ni tasdiqlab turish. Ha, to'g'ri ketyapsan, noto'g'ri ketyapsan, yaxshi ketyapsan, yomon ketyapsan, sekin. Ya'ni siz to'g'ri yo'ldaligingizni tasdiqlab turadi. Xuddi GPSda ketyapsiz. Mana biz bu yerga karta bilan, xarita bilan keldik, qarab turdik, to'g'ri kelyapmizmi, noto'g'ri kelyapmizmi. Ya'ni xuddi shunaqa sizga xarita bo'ladi. To'g'ri ketyapsanmi, noto'g'ri ketyapsanmi. Shu uni vazifasi. Savollar bor, xos, o'ta xos. Siz vaziyatingizga xos, yashab turgan joyingizga xos, yoshingizga xos. Kitobdan sizga javob topishingiz qiyin. Ya'ni O'zbekistonga xos savollar, javoblar bo'lishi mumkin-da. Shu holatda ustoz yordam beradi, shu jarayonni tezlashtirib oladi. Va oldindan siz shu sohaga kirdingiz, xatolarni qilmadingiz hali, o'sha xatolardan ogohlantirish uchun kerak bo'ladi. Va nimaga biz kombinatsiya qilmasligimiz kerak? Any learning is also self learning. Ya'ni har qanaqangi o'rganish odam o'zi o'rganadi baribir. Mana talabasizlar, universitetdasizlar, talaba so'zi talab so'zidan olingan. Talaba talab qilish shart. Ya'ni u o'zi so'rash kerak, bermanga deyish kerak. Universitetda o'qituvchi unga quyib qo'ya olmaydi miyasiga. Bola o'zi xohlamasa, ana lyuk yopiq bo'lsa, bochka yopiq bo'lsa, unchiga to'q bo'lmaydi hech narsa. Demak, bola o'zi talab qilish kerak. Ana o'sha talab qilgandan keyin u qayerdan talab qilish ikkinchi masala. Professordan talab qilish mumkin, YouTubedan talab qilish mumkin, GPTdan so'rash mumkin, kitob tiklash mumkin, qayerdan talab qilish mumkin, lekin ustozni eng katta qilish mumkin bo'lgan narsasi odobrение, savol-javob va bitta joyini aytmadim, bu havas. Havas. Biz tirik odamlarga havas qilamiz baribir. Ya'ni biz sun'iy intellekt ming zo'r javob bergani bilan, "Voy, aqllisan" deb malades deb qo'ya olmaymiz unga. Men ham sandagi bo'lgim kelyapti deya olmaymiz unga. Ba'zan bizga shu mana shu havas ham kerak bo'ladi, chunki havas bizga qila olish mumkinligini ko'rsatadi. Biz endi ingliz tili sohasida o'quv markaziga yozganmiz 7 yilcha. O'sha IELTS 9 yo'q edi bozorda. Birinchisidan keyin ko'payib ketdi. Texnik imkoniyatdami muammo? Yo'q, texnik imkoniyat doim bor edi. Havas paydo bo'ldi. Men ham qila olaman deb turib odamlar bordi, push qildi boyiga boundary'ni. Xuddi shunaqa, ya'ni odamda havas paydo bo'lsa, uni harakati kuchayadi. Shu mana shu 3 ta roli baribir o'qituvchini bor, yo'q bo'lmaydi bu. Yo'q bo'lmaydi hech qachon. Anaqadan keyin o'sha IELTS 9 qilgan strategiyamizni gaplashib ketamiz. Zo'r narsa bo'lganda, u o'tda o'sha faqat test qilish strategiyasi qilingan. Chunki havasdagi ergashuvchanlik bizda kuchli o'zbeklarda. Bitta odam qilganini ko'rsa, "Hey, u oddiy odam-ku" deydi. "O'sha qildim, baland qila olaman" deydi. O'shanaqa ketadi. Hozir haftasiga 9 chiqyapti, bilasizlarmi? Shunaqa odam zerikib ham ketdi. Yana 9mi? Shunaqa. To'g'ri tushunasizlar, 2 soat bo'ldi. Glavniy bitta qarsak bilan katta rahmat. Bizani arzimagan bo'lsa ham anaqaga Rahim Schoolga osib qo'yadigan holat. Rozi bo'lasiz va bizani brendimizni aslida
futbolkalarimiz, narsalarimiz. Rosa xursand bo'ldim. To'g'risi sizlarni anaqayu men o'zim maza qildim o'sha yerda o'tirib. Azizbekni eshitib juda xursand bo'ldim. Sizlarga ham kattakon rahmat kelganinglarga va ishoninglar, bu video chiqqandan keyin kamida 2 marta, 3 marta ko'radigan anaqa bo'ldi degan umiddaman. Hammanglarga rahmat. Salom bo'ling.